yashiradigan narsamiz yo'q. Umuman yo'q. Esa 20 yosh qo'llayotganini berdik. O ben bekitadigan emas. Bundan qayerdan qo'ygan. Bekitadigan. Shuning uchun hamma narsani qo'lga berdik. Vazir mahkamasini vakil kelganda qo'lga berdik. Nechta ishimiz bajarilmay qo'ygan bo'lsa. Ochiqchasiga o'ynaylik, orqadan bir oyni yaqin emas. Avvalda cho'ptaqa boqib ko'zimda keyin qahramon qilib ko'rsatdi. Shuning uchun buni bilishlari kerak. Shunaqa nima qildik? Respublika sektor rahbari bo'lsa, yana shu nominatsiyalar bo'yicha mashina ajratildi ekan. Bitta ikkinchi o'rinda olganga nima? Bo'ldi. Uchinchisiga endi shuni qarang, butun respublikani alohida surib, so'qishini bu tushuna qilamiz. O'shaning uchun mana hurmatli raislarimizga, nimalarimizga hammaga aytib qo'yishga shu. Nominatsiyani o'zimizni uyda harakat qilish kerak. Tindirib qo'yish kerak. Mahallada bitta mahallani gullatib qo'yish kerak bo'lsa. Shuning uchun o'shani aytib qo'yish kerak. 1 milliard pul berishdi. Endi berishyapti biz. Nimaga siz bu aynaqa dam olish amfiteatrga qolganini viloyat hokimi beradi. Viloyat hokimi beradi. Endi qancha qilamiz? Shuni ham maslahatlashimiz kerak. Shuni amfiteatrda shundan joy topishimiz kerak. Maslahat bilan. Qancha qilsak odamlar bor, maza qilib dam oladi. Konsertlar bemalol qilamiz. Biz stadionda qilolmaymiz. Chunki mana o'zimizni tarixiy tog' devasi o'tganda sadriy joyiga qo'yib qo'yganimizda ham yoshlar qiladi. Boshqa bitta joyda kimda taklif bo'lsa aytasa, joyiga qo'yib turamiz. Shuning uchun yurtboshimizni katta e'tiborlar bo'lyapti. Hali boshqa ichki yo'llarni hisobda yo'llarni qo'lab keladi. Odamlar o'shagan misol sizdan ipida tayyorlagan, mahallasiga borib tayyorlagan. Boshqasi qo'yib qo'ymasdan, qizil yo'l o'shadi, chashmani ham hozir yo'l to'xtatib, yana kecha qo'sha konsulga rahbarlar kelishiga o'zlaricha asfalt bosyapti. Ertalab bo'lsa, asfaltni garmoshga bo'yadi. Ochib qo'yadi. U mayli edi. Shuning uchun bu bo'yicha alohida mana jinoiy ish qo'zg'atilib olib ketyapti. Nima qilamiz? O'tirilgan. Bu mana qisqacha sizlarga ma'lumot berayotgan deputatlarimiz baribir kursga bo'lishi kerak. Hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari, demak bugungi sessiyada viloyat hokimimiz kelish kerak edi. Boshqa bo'ldi. Boshqa mehmonlar hamma hozirda ishtonda ham tayyorgarlik ko'ryapti. Biz ham tayyorgarlik ko'rish. Ishtondan keyin so'q sirg'azib o'z vertolyotni qilamiz. So'q tayyorgarlik ko'rish. Mana shu oyda tashkil bo'lib qolishi. Bu ko'cha chiqib bo'lgan bahor bo'lishi mumkin. Shularni ham bo'ladi deb biz harakat qilishimiz kerak. Kelganda yurtboshimizdan bitta vakillar keldi, 1 milliard berdi. Bundan tashqari 27 ta mahallani xotin-qizlar do'rtib berdi. Bundan tashqari juda ko'p ishlar ketishdi. 30 million, 29 millionli lagerda yana qo'shimcha bino qilasan dedi. Qo'shimcha sessiyasi ochiq taklif tushyapti, boshqa takliflar bor? Yo'q. Bo'lmasa ochiq deputatlarimiz
qo'l ko'tarib munosabatimizni so'raymiz. Rozlar. Yo'q. Bo'lmasa sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. 4-chi sessiyani. Endi qonun 17-chi moddasi sessiya saylash olishimiz kerak bo'ladi. Demak, sessiya kotibiga yangi ariq saylov bilan saylangan ariqada tavsiya etilyapti. Siz tavsiya etyapsiz. Marhamat. Bormi boshqa tashkilot? Yo'q. Bo'lmasa Safar Amag'ali Asqar Akram Aliyevichmi? Akbar Aliyevich sessiya kotibi saylansin degan deputatlarni munosabat bildirishlarini so'raymiz. Qo'l ko'tarib, rozi deputatlarimiz. Rahmat. Qarshilar bu taraflar yo'q. Shunda hurmatli rais bitta shu masalada axborot berib o'tay. O'zi aytganingizda tez buni saylayapmiz deganingizda odamlar deputatlar orasida nimaga bu hadeb saylanibdi degan ketish kerak. O'shani biz amralarda shu stenografiyani yozish bunisi bo'lib uchun staji bular bo'lishi uchun shuni tezda qo'yapmiz. Agar boshqa tunda fikr bo'lsa, yo'q, Safar amrali bo'lmaydi. Haloti men bo'laman deydigan bo'lsa ham marhamat. Mana hozir qo'ydik. Xo'jalik yo'q. Mana xo'jalik qo'rqusiga bir joydan belki qo'yib kerak. Shoqlarni. Shu ular hokimlar ko'rsin. deb borsak, noinsoblar shunday qo'p-qo'p kitob. Ne qildim tiqqach keldi. Mashincha tiqib qo'yib, ko'z ko'rmiyor. Do'ndan o'qish kerak edi. Bütün projenin ofisini yo'llash uchun marhamat yozib keldi. Yani ko'rdinglar, birovdan sizni rahmat. Demak, o'shani yozib olasiz. Har bitta nimalarni yozib olasiz. Demak, birinchi chorak davomida xizmatlar ko'rsatish bo'yicha nima ishlar amalga oshirildi va kelgusida nima ishlar amalga oshirildi? Xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni jamiyatdagi o'rnini yanada mustahkamlash borasida dolzarb masalalar to'g'risida. Uchinchi, 2022 yil mehnat balansi va bandlik dasturini shakllantirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. To'rtinchi masala, birinchi chorakda aholiga ichimlik suvi va elektr energiya yetkazib berish hamda obodonchilik ishlari bo'yicha belgilangan yo'l xaritalarining ijrosi tahlili. Keyingisi, mahalliy byudjet mablag'larini jamoatchilik fikriga asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish sohasida 2022 yil birinchi chorakda qilingan ishlar. Mana ko'pi byudjet kim yutib oldi, nima yutmadi. Keyingisi, to'xtamani 3-chi sektor hududidagi temir daftarga ro'yxatga olingan ehtiyojmand oilalarni ro'yxatdan chiqarish masalasi va boshqa masalalar qo'shimcha takliflar bo'lsa bemalol berishadi. Takliflar bo'lsa, demak takliflar qo'shimcha o'zgartirish kirish
Assalamualaikum. Okunmaz müracaatlar okuyucular hamda okunmalar tamamına okuyucular şu taraveh namazımızda fakat taravehler voyaga yetmaganlarga cheklash. Çünkü 20 rakat o'qiyapti, jismonan o'sha bolalar sinflar bo'lmayapti. 2 rakat o'qiyapti, 4 rakat o'qiyapti. Keyinchalik qolgan namozxonlarga namozlarini markaz mahallalarida yaxshi rivojlangan, sal chekka joylarga chiqsak, hurmatli deputatlarimiz yordam qiladigani shunaqa unchalik rivojlanmagan. Misol uchun mana yaqinda tuman hokimi ham birinchi sektorga yig'ilishda o'sha xizmatlar sohasiga bizga topshiriq bo'lishdi. Ba'zi mahallalarda даже xizmat ko'rsatishga qassobxona yo'q, ba'zi mahallalarda yuvinish joylari yo'q, ba'zi mahallalarda go'zallik saloni yo'q, ba'zi mahallalarda misol uchun kichkina bo'lsa ham hali uy mehmonxonalari yo'q. O'shalarni shuncha rivojlantirsak, hech bo'lmasa bittasida 5 ta 10 tagacha yo'q 2 tagacha bitta qatag'onda 2 kishi ish joyi ta'minlansa bo'ladigan joy. Bittasi maylicha, bittasi solsa, bittasi suv o'qib bersa, o'sha sharoit qilib bersak, o'shalar ham ish urin degani bo'ladi. Shuning uchun qaysi territoriyalarda, qaysi mahallada bo'lmasin, qat'iy nazar o'sha xizmatlar sohasida o'sha mahalla har bir chekkada mahalla yonida ham bir 2 soatlik yo'q 1 soatlik bitta qatag'onaga yer topish mumkin. Har bir mahallada o'ziga sharoiti bor. Shuning uchun o'shani hokimimizning farmoyishlari bilan to'g'ridan to'g'ri vaqtinchalik foydalanishga biz yerni ajratib beramiz. Uni qatag'ona quradi, yangi konstruksiyaga olib borib qursa, qatag'ona bo'lsa bo'lardi. Yo sartaroshxona. Shunda bitta aqsfadan bo'tga qilsa sartaroshxona bo'ladi. Shuning uchun unda xizmatlar bo'lmaydi. Yo'q desa vaqtinchalik beramiz. Qaysi soha bo'lmasin o'shanga yordamlaring kerak, birgalikda qilamiz. 2020-yilda xizmatlar sohasini rivojlantirish xizmatlar bilan ichki iste'mol bozorlarini to'ldirish, yangi xizmat ko'rsatish korxonalarini tashkil etish, hisobiga qo'shimcha ish o'rinlari yaratish va aholi bandligini oshirishga rag'batlantirish, aholi daromadlarini va turmush darajasini oshirish maqsadida dasturlar ishlab chiqilgan. Bu dastur degani dastur bizning xizmatlar sohasida dastur ishlab chiqaramiz. Bir marta tasdiqlanda, shu bilan dastur tasdiqlandi. Endi qolganini qilmasaga dasturga marhamat biz qo'shib beramiz. Ularga iste'moliy imtiyozli kreditlar olib beramiz. Joyi kelganda borib birgalikda hurmatli deputatlar, mahalla raislar bilan yordam qilib o'shani ishga tushirishga harakat qilamiz. Shuning uchun bizda tuzilgan dasturlarimizda hozir sonlarini aytaman. Bular 2 marta, 3 marta ko'paytirilishi ham mumkin buni. Shuncha ko'p bo'lsa bizga shuncha yaxshi. Har bir mahallada aholining zaruriy xizmatlar turlari bo'lgan, ehtiyojni qondirishga, xizmatlar sohasini rivojlantirish uchun ajratilgan kredit va daradan kelib chiqqan rivojlantirishi kerak. Aholining yashash sharoitlarini yaxshilash bilan bog'liq barcha dolzarb masalalar va ularni hal etish uchun talab etiladigan mablag'lar hajmini biz e'tibor qaratib borishi kerak bunga. Biz birinchi kvartalda endi hali xizmatlar 114 milliardga 50 ta loyiha qildik. Bu umumiy loyiha emas. Bundan tashqari hududiy investitsiya loyihalari bor. Mana bo'lingan loyiha qilgan. Tumanda qiymati 96 milliard 900 million so'mlik. 40 ta uy mehmonxonalarni chiroyli qilib ham bu ma'murdan qutulamiz. Eng asosiysi bizda kamchiligimiz o'sha xizmat uy mehmonxonalari. Shuni mana Atamjon bilan birgalikda hamma deputatlarimiz mahalla uy mehmonxonalarini tashkil qilish kerak. Uy juda shikani bo'lishi shart. Qalay. Ko'zani qo'yib qo'ygan. Anaqa somon suvoq qilgan, chiroyli qilaman. Kelsangiz hali eski nimaga emas, maza qilasizlar. Yotadigan joyi qilgan, lekin o'sha hojatxona yuvinadigan joyini qilib bergan. Bo'ldi. Uy mehmonxonalari oilaviy kelib yotdi. Shuning uchun biz ham tashkil qildik. Juda ko'p joylarda uylar bo'sh turibdi. Ozgina unga kredit imtiyozli kreditlar berilyapti. Shuning uchun ashlarda ham aytib keldik. Uy mehmonxonalar juda sutlashyapti. Uchun har bitta nimada o'ylab ko'rish. Uy mehmonxona. Kecham kelgan biron odam taqa boshni bilmayman, aylanib bordi. Undan tashqari mana mashtaq qo'yishimiz kerak, mana anaqadagi lagerda oldagi Sarimjonni nimasi ham bitish kerak.
Nima bilan bir kunda bitish kerak. Lager. Pastga bunday borganingizda nima salganlardan tushgan o'ng qo'ldagi dasturdagi qachon bitadi u? Birinchisini ikkinchi boshladi. Yo'q. Birinchi bitkizish kerak. Siz gap ko'p. U damni o'tgan yili bitkizish kerak. Oyna. Pulni olishgan, kreditlar berilgan 10% ekan. Uni bitkizib qo'yishingiz kerak. Birinchi iyun kunga bitish kerak. Mana 3 ta obyekt, 2 ta mehmonxona, bitta nima? O'sha shunga harakat qilish kerak. Aha, to'g'ri. Ona kadar bizde onun için ana Salamjoniki, o'sha Salamjoniki mehmonxonada dakati bor. O'shalardagi bizde So'x tumaniga ham chiroyga chiroq tushib boradi. Ham So'x tumanida bir daryoni bo'yida salohiyatli mehmonxonalar bo'lsa, bir mehmon kelsa ham uyatmasa, biz xizmat qilsak ham faqir qilsak arziydigan joylar bo'lishi kerak edi. Bitta katta rayonga bitta mehmon kelsa, misol uchun bir necha marta men даже hali o'tgan yil xabarga bitta 6 ta imomimiz keldilar, ularga hali to'g'rat borat boshqa narsalar hech iloji bo'lmadi. Mana domlotni nimalari bilan uyga olib borib, hamma yoqni bo'shatib, bir tarafni joy qilib berib, o'shani 20 kunga nima qilib jo'natib yubordik. Hali targ'ibot ishlari bor ekan. Shu agar So'xda o'sha xizmatlar sohasi rivojlanganda, o'shani biz uyga olib bormasdik. Barcha endi So'xli bu hamma o'zimizdagi mana domlo hollari bor. Yarim uyni bo'shatib, ayollarni boshqa joyga chiqarib, qolni nimalarni tortib 20 kun biz unga xizmat qilganmiz. O'shani mana hisob kitob qiling. Bizda qanaqa mehmonxona tashkil qilish mumkin? Nima bilan gapirasiz? Mahallani raislar aytadi, menda bunaqa joy bor, menda bunaqa joy bor. Mana uyda o'zi hech kim yashamaydigan uylar bor. Misol uchun hali nimada o'zingiz mahallangizda hali Gulshanjonda hali nimasi bor. mehmonxona hisobida ketyapti. O'shani uy mehmonxona mo'shni qilib sharoit bor, orqasida prirodasi bor. Bemalol kiyimlar mazza qilib orqaga chiqadi. Mana shunaqa joylarda tezlatish kerak. Tushundingizmi? 8 ta mehmonxonaning qiymati 15 va undan 6 milliard so'mlik 70 ta ish urish rejalashtirganmiz. Bu hozirgi kunda bajarib boryapti. Hokimiyat topshiriqlariga asosan mana sizlarda yordamlaring bilan 2 oy xudo xohlasa uzoq bilan 3 oyda o'sha 8 ta mehmonxonalarimiz har biri ishga tushadi. Mana Salimjonniki pastda hammalaring lagerdor qilgan o'zlaring bir 90% ish bajarib bo'ldi. 10% qoldi, bu ham 10%ni bajarib bir daryoni bo'yida xudo xohlasa chiroyli joy qilib xalqning xizmatiga beramiz. Xuddi shunday nagiyan siz joylayapsiz, sessiyada sizga biz topshiriq beryapmiz. Ikkovsini ustida turib yotib qilasiz. Investitsiya dasturxonini bajarish kerak. Patotni berib olgan bo'lsangiz qaytarib mana. Mana shu nimada iyunda 1-iyunga bitkazishimiz kerak. 1-iyunga. Nimagacha? Bitkazamiz. İlk sog'liqni saqlash qiymati 2,5 milliard so'mlik, unda ham 14 ta ish o'rni bor. Sog'liqni saqlash ham xizmat ko'rsatish sohasiga kiradi. Misol uchun mana sog'liqni saqlash har birida stomatologiya bor, boshqa har bir sog'liqni saqlashda o'ziga yarasha doktor yaxshi biladilar, nimasi bor, ular xizmat ko'rsatish sohalari bor. O'shani ham har bir mahallada rivojlantirish kerak. Misol uchun 3 ta mahalladan keyin bitta stomatologiya bo'lsa, kichkina joyda u ham budkada bo'ladi. Shaharlarda bor-ku xizmat ko'rsatadi. Shunaqa sog'liqni saqlashda kimda taklif bo'lsa, marhamat, yana kirgizib olib, biz rivojlantiramiz. Ya mana hozir bormaki yer ajratgan joylarimiz bor. Chashmada 3-4 ta joyi kliniga qilaman, boshqa qilaman deb ajab. U qachon bitadi? Ikkitasi o'zi qurilish ishlari oxiriga yetkazilgan. Faqat uskunasiga yozing. Buni ham 1-maygacha harakatingizni qiling. 1-may. Tushundingizmi? U o'tgan yil bitishga men ajratib berganman, menda vakolat borligida. Klinika qilaman degani uchun. Yo'lni bo'yi Qirg'izistondan kirish oson bo'lsin, pul topadi degan. Lekin o'shani 1-nimagacha siz javobgarsiz shularga. Siz so'rovchi. Dasturda bitta o'shanda nechta mana? Bittasi do'moldagi hali faoliyat olib borgan yo'q. Odamni bitkazib qo'yib, buni turibdi. Bitkazgan, ish olib borgan yo'q, to'g'rimi? Ishchi o'rin bo'lgan yo'q. Buni olganingizdan keyin pastga tushishni o'ng'olgan ikkitaga berilgan, 3taga berilgan. Faqat meditsina sohasida berilgan. Meditsinskiy garada bo'ladi. Chashmada to'liq o'sha kiratda hamma yoq meditsina bo'ladi deganmiz. Tushunyapsizmi? Bitta dorixona, bitta
bitta transport xizmat ko'rsatadi, bitta avtomaktab masalan o'sha joyda, yonda avtomaktab bor-ku, nima? Suv sherikchilik. O'sha ham tez kunda foydalanishga topshirish kerak, avtomaktab xalqqa xizmat qilish kerak. Ikkita transport xizmat ko'rsatish sohasi, ikkita dam olish maqsadi. Qaysi xizmat ko'rsatish? Qaysi? Transport avtotex xizmat. Avtovokzal yo'qmi? Yo'q, avtovokzal yo'q, avtotex xizmat. Nima deydi? Avtobuslarda nima deydi? Avtopark bormi? Yo'q, avtopark yo'q. Bu ham qo'shamiz endi. Yo'q, mana avtobusda olib boshqa qilib mana joyda olib, hali xususiy sherikchilikka, hali dadoparklarga degan. O'tgan safar men jasad achchig'im keldi. Bolalarni endi boshlardik nimaga? Qo'qonga boryapman, 6-sinf bolalarni hayotda bormagan ekan. Mana ikkita maktabda olib keldi. Hammasini etap-etap olib boramiz. Shunga avtobus so'rasam, Kevalimda soat 7:30 ga borib, o'zi 6 ga kelish kerak. Salarga yo'qdi bolalarni qiynabdi-da. U pulini beramiz. U hali xalangiz qolmaysiz. So'qdi bolalar uchun bepul shuni qaqshatamizmi bekorga olib kelib. Men 1,5 mingda bir marta shunga iltimos qilman, shu avtobus bersin shuni. U so'qdi menzimagan umuman. Bolalar maza qilib keldi, qana o'sha xursand bo'lib keldi. Yana jo'natamiz dedi. Har haftada jo'natamiz hisob kitobini qilib. Hozir avtobusim bugun chiqadi, qachon bitadi avtobus? Qachon? Bugun oxiriga yetkazamiz. Yetkazinglar, o'zimiz avtobusni qo'yishlarga. Avvalini qarab oxiriga yetkazamiz. Bitta vakil nima moliya qani? Bitta haydovchi bizga oling nima qilib ishga. Bitta haydovchi tarqaling, mana avtobus mana Nivamiz hisob kitobini. Bitta olasiz, zato avtobus minadigan bo'lsin. Avtobuschi bo'lsin. Undan tashqari 16 ta boshqa hali xizmatlar, har xil qassobxona xizmat turlari jami dasturda mavjud. Shu dasturlarni hammasini amalga oshirsak, 40 ta loyihada 286 ta ish o'rni biz yaratilgan bo'lamiz. Bugungi kunda 8 ta loyihamiz kichkina-kichkinasi dastur amalga oshirilgan. Xudo xolasa bunga hali aytganimdek yana qo'shib boradi, buni kengaytirib bu 40 ta loyihamizda bir 80 ta 100 taga olib borish kerak. Bu qiyin narsa emas. Hali aytganimdek Xudo xolasa har bir joydan hatto bo'lmasin sizlarning yordamlaring, hurmatli deputatlar aytsalar, biz o'zimiz darrov yugurib yetib borib sizlar bilan yonma-yon turib o'sha bitta kichkina bo'lsa ham qassobxona yo'q, hammomni nima bo'lsa biz tashkillab bir dona bo'lsa ham ish o'rin yaratgan bo'lamiz. O'sha mahallaga bitta sarkorxona xizmat tegadigan bo'ladi. Hozir biz men hamma joyda ko'rib kelaman, ba'zi mahallalarda umuman sarkorxona yo'q. Keyingi mahallaga uradi sochini olish uchun. Bitta mahallada sarkorxona bo'lmasa bu uyat hisoblanadi. Soqchilarda bitta sarkorxona bor. Nima bitta? Lekin bitta yetmaydi-da bu. Eski xonmon istoz. Qalachada bir dona bor. Bu ham hali olamlar va boshqa nima yo'q. Nima deydi? Tanlov yo'q, iloji yo'q kiradi, raqobat yo'q. G'aznodda umuman yo'q. Bormi? Yo'q, g'aznodda. Endi mana xizmatlar bo'yicha ishlarimizni baribir yaxshi emas. Sizga aytib qo'yaman. Xizmat degani misol uchun bitta qoziq kelib qoldi, sentarga kelib qoziq olib ketdi o'sha jarpayadan. Temirchimiz bo'lganda beklar o'sha temirda tushib qoladi. Dedik, lekin tashkil qildik o'shani temirchi. O'shandan keyin. Shuning uchun qassobxonalar mana Tul mahallasida yangi mahallaning idorasi o'shanda mana qog'ona kerak, shirkat sotishxona kerak, normalniy nimalarni hayvonlarga vet xizmat ko'rsatish, veterinariya xususiy nimalarni ochish, biz veterinariya boshlig'iga aytdik. Shoxobchalar olsin ham sizga aytdim ama shuni nimalar qilingki, pulli xizmat o'zi, to'rtlar ishlaydi. Lekin molda, hayvonni, to'g'di, faranlarni ko'rgani bizda bir dona nimada bor ekan. Qalachada. Eski birata shopiri yo'q. Anaqa shogirdi yo'q. Bitta o'zi ekan u ham. Shogird ko'paytirish uchun mehnat bandlik siz o'quv tashkil qilishingiz kerak. Bormi qonunda o'quv tashkil qilish. Bular shartnoma asosida bu shartnoma qilmay o'zi ashta ishlaydi, o'zi o'qib kelgan odam. Va tunda bitta nima xonani beramiz, vet vrachlarni 3 oylik kursini qilsin. 3 oylik.
o'qitsin. Hamma joydan olsin, yotoqxonasi bilan. Battan ham kelib borib o'qitsin. O'sha yerda hamma asboblarga ham olgan. Subsidiya berishsiz kelsiz. Asbob uskunalarga, tushundingizmi? Biz Beshariqlar bilan gaplashamiz, Beshariqda borib turib, bitta sinf xonasini olib keltiramiz. Hamma dunyosi bor ekan. O'sha moldan tortib qo'ygacha nima qilish kerak, hamma yo'q bor ekan. Necha kun vaqt ketadi sizga shuni tashkilga? O'qituvchi va shogirdlar nimasi? O'quv anaqasi. Dushanba kuni yozib olasiz. Dushanba kuni mehnat bandi. Mana bu hayvonini bizda nima boqadi, bechora hayvoni bo'lib, bitib moli bo'lmasa, bizlar esa qiynaladi. Yo'q. Yo'q deydi. Arzimaylarga suv oladi. Mana o'tganga o'sha ayolimiz mayorga kimniki nimasi berolmay qolgan. Yerini ishdan chiqib qoldi. Hech kim tuzatolmayapti. Hech kim to'y bordi, qancha pulga tushirishib. Nima qushorli opar. Yig'layapti jigaringiz. Shuning uchun dushanba kuni uylaymiz. Seshanba kuni kechqurun 20:00 da menga o'qituvchi bo'ladi. Nechta o'quvchi bo'ladi? Nimalarga, bog'larga xizmat ko'rsatish. Bog'larga o'simliklarni himoya qilish. Bilasizmi? O'simliklarni nima kesishni bilmaymiz, xomta qilishni ham bilmaymiz, xafa bo'lmang. Umuman hech kim ishtimani bilmayapti. Oqsoqollar bilgan, hech kimga o'rgatmagan qolmagan. Yaqinda shu odam pensiyaga chiqib ketib olsa, birorta vitaminlar qolmaydi bizda, molga qaraydigan. Shuning uchun zudlik bilan oqsoqlar zo'r bog'bonlar bo'lgan. O'shalarning mevasini yeymiz. Bizda bog'bon yo'q, yoshlarni ishda bitta. Shuning uchun zudlik bilan bog'larga xizmat ko'rsatishga maqsad. Tushundingizmi? Dori apparatlarga subsidiya beramiz. Dori sepadigan apparatlar beramiz. Boshqasini beramiz. Subsidiyasini beramiz. Hurmatli rais, o'sha veterinariya sohasiga haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Bizning mollarimiz hozir bozorga kirsaydi ham yo'q, ko'chalar hamma joyda kirsaydi ham bizning mollari hali yarim paroda ham emas. Parodalar bor endi, ular boshqa joydan yo'q, zotlari bor. Lekin bizda asosiy o'sha zoveteriner xizmatlari yo'q uchun shunga parodaga o'tmayapti. Hozir Vadirda yo'lga men sekin o'taman. Vadirda yo'liga o'tsangiz hamma shu qora paroda bor-ku, alov. O'shalarda sekin chala parodasi ham bor, parodasi ham bor, yo'lda kurashib qoldim. Birontalik xasaki mol yo'q. Bizniki hammasi xasaki mol. Bitta xasaki 100 ta xasaki molni bo'lgan mol. Nimaga to'qmagan? Specialist yo'q o'shanga. Specialist. Assimilyatsiya yo'q-ku. Mana klass kerak bo'lsa, mana hozir siz Vazirlar Mahkamasi bilan gaplashib, o'qishga jo'natishga bo'lsa, jo'natamiz. Samarqandga ham laboratoriyasi yo'q ularda. Uni tartibini olib kelishdi. Shunaqa. Xranina qilolmaydi, o'sha eski dram, mana esingda bo'lsa, idish to'yar degan narsa. Qo'shilgan bo'lganmiz esingda bo'lsa. Endi o'shani suvni qochirish uchun ana jitganini olib kelish uchun uni alohida idishi bo'ladi, laboratoriyasi bo'ladi, xranina bo'lishi kerak. Keyin o'shanga soati borda o'sha idishdan olib uni bachadoriga qo'yguncha muddat bo'ladi. Vaqti bo'ladi. Buning uchun zo'r mutaxassis kerak. Bizda shunaqa mutaxassis ham yo'q. Buni shuni o'qish kerak. Asosan assimilyatorni o'qitishsa, hatta bizga hozir assimilyatorga bizga topshiriq keldi o'sha. Topshiriq keldi, shuning uchun aytyapman. Bizni ikkita assimilyatorda hozir mana siz hurmatli Abdulaziz Boboyevich, siz kalenda joyda o'tirib hisob-kitobni qiling. 10 dan 15 dan bolani shakllantirib, o'qishga jo'natamiz. Hamma yoqda. Yo'lkirasini qilamiz, boshqasini qilamiz, jo'natamiz. Endi biz hali hokimga aytuvdilar, hali turizm xizmatini rivojlantirishga 5 ta loyiha qilganmiz, 15 ta ish. Mahallalarda zaruriy xizmat turlarini tashkil etish bo'yicha biz ishchi guruh qilib har mahalladan monitoring o'tkazdik, xatlovdan o'tkazdik. Qaysi mahallada nima xizmat ko'rsatish bor, nima yo'q deganiga biz ishchi guruh qilib har bir mahallaga sekin bordik. O'sha mahallaga borganda biz bekorga bormaymiz, bitta masala bilan boramiz. Hurmatli deputatlar, bu safar bo'lganda обязательно o'sha mahallani deputatlarini chaqiramiz. Sizlar yordamlaring bilan shu ishlarda amalga oshiramiz.
biz mahallari raislari chaqiramiz. Bir necha marta bu xizmat ko'rsatish rivojlantirish degani faqat o'sha hokimiyatning iqtisodiy kompleksi vazifasi deganda bu to'g'ri kelmaydi. Misol uchun men bilan atamdan bizda ham ikkita uchta xodim bor, sohalar ko'p. Xizmat ko'rsatish rivojlantirishga birinchi mahalla rais, mahalla deputatimiz, mahalla faollarimiz hammalaring bizga iltimos bo'ladi, yordam qilsalaring tez rivojlanib bo'ladi prosta bizda. Bitta o'shancha mana umumga bo'lmaslik uchun 5 kunda hamma deputatlar uy sababi bizga kelishni boshlaydi. Ro'yxatni shakllantiramiz. Hammasida qanaqa sharoit borligini borib qilib uy mehmonxonalarni tashkil qilsak mana. Hozir mejlisimiz respublikamiz shaxmatchilariga bilasizlar bu juda katta o'yin bo'ladi. Bu qancha joylaymiz? Shuning uchun masalan 5 kun ichida qatlarda mehmonxona qilsa bo'ladi. Bittadan ikkitadan ishchi o'yin bo'ladi o'sha yerda. Mehmonxonada oshpazi bo'ladi, uy mehmonxonada misol uchun uborka qiladigan bo'ladi, bitta administrator bo'ladi, kelganlarni ro'yxatga oladi. Ularning mehmonxona xizmatini qanaqa qilinishini hurmatli Safarov siz hozirdan hisob-kitobini qiling. Mehmonxonada qanaqa kitob bo'ladi, registratsiya kitobi, qanaqa uslubelar bo'ladi, necha kishiga mo'ljallangan bo'ladi, yong'in xavfsizligi qanaqa bo'ladi, hisob-kitobini qilasiz, tushundingizmi? MCSni boshlig'i bilan nima qilasiz? endi biz hali xatto o'tkazganda 5 kun ichida demak siz menga olib kirib taqdim qilasiz. Mana misol uchun Ravon mahallasida, mani ko'chada, mani uyda xizmat mehmonxonangizga tayyor qilsa bo'ladi. Bunaqa deysiz. Hammasini ro'yxatdan o'tkaziladi, uy mehmonxonasi qilib. Tushundingizmi? Hammasini ro'yxatdan o'tkaziladi. Hamma mahalladan qilsak, misol uchun Ravonda bor, Istiqbolda bor, Hazrat Alida bor, Sari bozorchada bor, misol uchun nimada bor turib, hammasini ro'yxatdan o'tkazib beramiz. Odamlar bor joylagan. Iloj bo'lsa bitta ko'chani uy mehmonxonalar qilib qo'yish kerak. Shunday bitta ko'chada bilardiki, hamma o'sha yerda mehmonxona shu joylashgan. Bor joylarda oldiga bitta daxmani qo'yamiz, orqaga bitta daxmani misol uchun xizmat ko'rsatish ham ba'zi anaqa xavfsizlikni ta'minlash ham oson tushadi. Biz xato qilganda 608 ta obyektlar mavjudligi bizda aniqlandi. Lekin normativga tashaganda 225 ta obyekt so'qqa hali xizmat qilish sohalariga 21 ta xizmat qilish sohalarining ichida 225 xizmat yo'q ekan so'qda. O'sha xizmatlarni hammasini patronlar sizlarga hokim yordamchilari orqali biz yetkazamiz, shu ro'yxatlarni. Shunga birgalikda harakat qilamiz. Shu faqat sizlardan qarang, mana yana bitta narsa o'rganib ketdik. Nimaga kerak? U hamshiralarni biz qayta o'qitishimiz kerak-da. Har bitta ro'yxatdan o'tsa hamshira qiladi. Unga litsenziya beriladi, hozir o'qib kelgandan keyin sertifikat. Borib mahallasi ichida hamshiralik qilaveradi. O'shanga biz pulli xizmat qilsa ham bo'laveradi. Misol uyda o'sha hamshiralik qiladi, qo'lini tutgan desa olsin, pul ham staj o'tadi. Tushunayapsizmi? Staj. Eng muhimi bolalar puli qo'rq deydi, shunga bu staj bo'ladi. Shuning uchun hamshira xizmatini ham qanaqaligini yetkazib, ijtimoiy tarmoqda ko'rsin, nima qilish kerak hamshira xizmat bo'yicha. Tushundingizmi? hozir bizda hurmatli deputatlar har bir mahallaga bittadan hokim yordamchilari qo'ydik. Hokim yordamchilarining asosiy vazifasi o'sha mahallani ijtimoiy rivojlantirish vazifasi, kambag'allikdan qisqartirish, boshqa unda vazifasi yo'q. Shularga endi sizlarning yordamlaring bilan o'sha hokim yordamchilar har bir mahallani monitoring qilib, qaysi xizmat 21 ta xizmat ko'rsatish sohasidan qaysi biri yo'qligini aniqlab, sizlarga bir varadan sizlarga bersa, sizlardan ham yordamlarini chekib, birgalikda o'sha joylarda o'sha xizmatlarni har birini rivojlansak, o'sha xizmat sohasi misol uchun viloyatda respublikada birinchi o'rindan bo'lishi mumkin. Biz xizmatlar sohasida viloyat reytingida sal pastroqda turamiz. Endi hali aytgandim, endi harakat qilsak xizmatlar sohasini rivojlantirsak, ish o'rni ham bo'ladi, rayon ham chiroyiga chiroq qo'shadi. Hamma yoqda meni fikrimcha yaxshi bo'ladi. Hurmatli deputat, xizmat ko'rsatishda bitta to'ylar mana payvandlash svarka. Bakın svarka. Mağlon shahrida misol uchun bitta tadbirkorimiz tomonidan shunaqa xizmat ko'rsatib tashkillanadi. 10 ta professional nimalar svarchilar 10 ta mana shu qilib yig'yapmiz-da, qarang. Birinchi respublikamizga xizmat ko'rsatyapti. 10 ta bolasidan hozir Rossiyani urib keladi. Hammasi nima? Bittasi misol uchun to'kir, bittasi nima remont qilayotgan apparatlarimiz bo'ldi. Abid qilib beradigan pog'ri ham bor.
10 bizda ham kasb maydoni bor. Shu yerda shuncha narsalar lekin yo'q ana. Tiflis qilgani boshqa joydan olib kelishga majbur bo'lyapmiz. Shu narsalarga e'tibor berish kerak. Xizmat sohasiga qattiq kirish kerak. Davom etamiz. Hurmatli deputatlar, xizmat sohasida bizda aytadigan gaplarimiz shulardan iborat edi. Mana bu oyda Ramazon oyida birinchi siraga sihat salomatlik doimo mana biz yosh kadrlar, mana bitta deputatlarimiz, hammasi bizga ustozlar, doimo sizlarning xizmatlaringizda bir-birini hurmat, ehtirom bilan shu Ramazon oyida o'tkazish hammaga nasib qilsin. Salomat bo'ling. Savol bo'lsa marhamat. Rahmat, endi mana nimadan Aminbek deputatimizdan savol tushyapti. Demak, Qushoq qishlog'idagi shifoxonani sifatida rekonstruksiya qilindi. 10 nafar Bunga hozir demak Allah Zo'rboyevich. Bu bilan birga subsidiya bormi meditsina apparatlarini olib kelgan savolga javob berdi. Subsidiya qilib olib kelsa, eng zamonaviy meditsinskiy apparatlar olib kelsa, xizmat ko'rsatish oson bo'ladi. Qirg'izistondan boshqa ham kelyapti. Mana bu kuni kelib allergiya toshib ketibdi, zang gubernator. Bizni gubernatorimiz so'q yerlar qarang. Demak, bizniki ham sal yaxshi ekanmi deyapman. Ham ma'lum ishlatyapmiz. U akash o'zi yapaman. Davosini o'rniga oladi. Meditsinani rivojlantirish uchun subsidiyalar bor bilaman. Meditsina qancha imtiyozlar bor. Hali rastamoshkalar bekor qiladi, meditsinskiy apparatlar olib keladi. Shuning uchun o'rganib chiqib, qanaqa men davlat sherishli bo'ldi. Shuning uchun ikkovlarini o'tirib, qanaqa subsidiyalar bor, nima qilishga aytasizlar. Shunday ekan, asbob angarini subsidiya qilib olishga yordam qiladi. Rahmat. Zo'r o'zlaring mana shu prokurorimiz boshliq, ichki ishlar bo'limi boshliq. Agar borib ko'rib bir maslahatlaringni bersalaring, o'sha hakim ishlayotgan joyiga o'zlaring ko'rib, mana shu bo'libdi, mana shu bo'lmabdi, mana shu bo'lsa yaxshi bo'lardi deb aytsalaring, sizlar ko'pni ko'rgan insonlarsizlar. O'shandan hamma xursand bo'ladi. To'g'ri bu xizmat ko'rsatish shifoxona. Reabilitatsiya qiluvchi meditsinskiy mashinalar ichkari yordam katta majmua qilsa bo'ladi. Pulda nechta ko'rib qildingiz? Bo'ldi. Ish boshlayapmiz. Bo'ldi, rahmat. Boramiz. Demak, demak bu xizmat ko'rsatish bo'yicha hamma nima qilishga xizmat ko'rsatishganda turizm sohasida nima Sulton Mahmud G'aznaviyni Qallacha bilan nima Sohibkorni o'rtasidagi o Yayrondagi og'izlarga o'ralashib marhamat o'tiring, rahmat. Demak, birinchi masala bo'yicha ko'rib chiqdik. Endi bu masalada biz mana aytib o'tgan narsalar uy mehmonxonalar tashkil qilish 5 kunga qo'ydi, yozib boryapsan. Shu bilan birga ziyoratgohlarni ko'rib chiqib 10 kun ichida har bittasi qaytadan xatlovdan o'tkazish mas'ul safar qarorga kirgizadi Hojiboyev bilan. Lekin Hojiboyev umumiy nazoratda tashkil qiladi safar va sababi investitsiya bu boshqa kiradi. Mehmonlar xizmat ko'rsatish bo'yicha har bitta mahalla bittadan birorta mahallada sartaroshxona bo'lmagan mahalla qolmasligi kerak. Mana shu 1-maygacha. Ya'ni demak, mana shu qaror loyihasiga bular kiritiladi. Shu qaror loyihasini munosabat bildirishlarini so'rayman. Hurmatli deputatlar, rozi deputatlar qo'l ko'tarib munosabat. Rahmat. Qarshilar betamatlar yo'q. Rahmat o'tiringlar. Ikkinchi masalaga o'tamiz. Demak, mana bilyapsizlar, hurmatli prezidentimizni
olib borayotgan siyosatga avvalambor xotin-qizlarga e'tibor berilyapti. Sababi qatta xotin-qizlar e'zozlansa, xotin-qizlarga e'tibor bo'lsa, shu yerda yuksalish, rivojlanish bo'lishi bu mana tarixdan ma'lum, hamma joydan ma'lum. Buyuk Amir Temurlar ikkita joyda zabt etishdan oldin ayg'oqchilar jo'natarganda Bular surat ekan, bular zamokim telefon qilsin deyapti. Bular telefon qilsin, bular zamokim surati. Shunaqa nima bo'lar ekan? Amir Temur ayg'oqchilar jo'natgandan keyin birinchi beradigan savoli ayollar qanaqa ekan? Ayollari ibola ekan, nomus orli ekan, ko'chaga chiqib olmas ekan. Yerdan soat ko'chaga chiqmas ekan. Demak, bitta dayuzlar yo'q, bitta hammasi iymoni odamlar juda qiynalib olish kerak ekan. Hujum qilib. Hatto fohishalar ko'rmasa, aysh zabr stoplaydi. Uchun ayollarga bekor e'tibor berilmayapti. Ayol kishi ona bir qo'lda beshigi tebratadi, bir qo'lda dunyoni yerda yer qiladigan ayol, qora yer qiladigan ayol bekorga aytmagan. Bitta ayolni qarang, bitta misol uchun bitta ayol o'sha xonadonda bitta yomon xislat ko'rsatadi. Fohishasi tomonda hech qanday so'lcham bormi? Boshqa ham bor. O'zi 90 boradi, 5 ta xotin bor. Shuning uchun ayollarga juda e'tibor beriladi. Ayollar salomatligiga boshqa. Bu ikkinchi masala bo'yicha demak xotin-qizlarni har tomondan qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatdagi o'rnini yanada mustahkamlash borasida dolzarb vazifalar yuzasidan so'zni tuman hokimi o'rinbosari oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'limi boshlig'i Safar va Majdon Haydarovnaga beramiz. Faqat tomog'iz yetib qolganini inobatga olib bosh mutaxassis mayli kishini unga siz chiqib baqirib tomog'iz yetib qoldi. Assalomu alaykum, kengash raisi, sessiya qatnashchilari. Bugungi sessiyadagi kun tartibidagi masalamiz yuzasidan men xotin-qizlar bo'limi bosh mutaxassisman, axborot eshittirmoqchiman, agar ruxsat bersangiz. Xotin-qizlarni har taraflama qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatdagi mavqeini mustahkamlash borasidagi belgilar berilgan dolzarb vazifalar yuzasidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi ma'lumot. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida 2022 yilning 1-mart kuni kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan media selektor yig'ilishida xotin-qizlarni har taraflama qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatdagi mavqeini mustahkamlash borasidagi vazifalar belgilab berildi. Qayd etildiki, xotin-qizlarning muammolarini hal etish va og'irni yengil qilish, qonuniy huquq va manfaatlarni ta'minlash, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish masalasi davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Barcha islohotlarning mazmuni inson qadri uchun tamoyilning mohiyati ham aynan shunga qaratilgan. So'x tumanida o'tgan davr mobaynida 2580 nafar xotin-qizlar ayollar daftariga kiritilib, 499 nafar xotin-qizlarni bandligi ta'minlandi. 232 nafarni kasb-hunarga o'qitildi. Tadbirkorlik qilish uchun 120 nafar ayollarga kredit olishida amaliy yordam ko'rsatildi. Shuningdek, ayollar daftariga kiritilgan 1174 nafar xotin-qizlarga ijtimoiy, iqtisodiy, tibbiy, huquqiy va psixologik ko'mak berildi. 2022 yil yanvar-fevral oylar daftariga kiritildi. 2021 yilda xotin-qizlarga ajratilgan qo'shimcha grant asosida 2 nafar xotin-qizlar oliy o'quv yurtlariga qabul qilindi.
Bundan tashqari 2021-yil davomida bir nafar ayollar yuqori texnologik tibbiy operatsiyalar bepul o'tkazildi. 2021-yil davomida nogironligi bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan 10 nafar xotin-qizlarga reabilitatsiya vositalari berildi. 2021-yilning Vazirlar Mahkamasining 285-sonli qarori asosida 10 nafar boquvchisini yo'qotgan, uy joyga muhtoj bo'lgan xotin-qizlarga ko'p qavatli uylardan berildi. Ularning har biriga uy joyning boshlang'ich badal 17.400.000 so'mdan jami 174 million so'm miqdoridagi mablag' Respublika Xotin-qizlar jamg'armasining fondidan to'lab berilgan. 2022-yil 1-mart kuni tumandagi bir nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ayollarga Vazirlar Mahkamasining 737-sonli qaroriga asosan uy joy berildi va davlatimiz tomonidan boshlang'ich badallari to'lab berildi. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan ishlardan tashqari hali ko'p ishlar qilinishi zarurligi belgilab olingan. 2022-yil 1-mart kuni Prezidentimizning 146-sonli farmoniga asosan Oila xotin-qizlar davlat qo'mitasi tashkil etildi. Xotin-qizlar qo'mitasining tashkiliy tuzilmasini mustahkamlash, malakali kadrlar bilan ta'minlash va ular uchun qulay sharoitlar yaratish, moddiy texnika bazasini yaxshilash yo'nalishi bo'yicha xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga doir davlat siyosatining samarali amalga oshirilishini tashkil etish, Xotin-qizlar qo'mitasining yangilangan tuzilmasidan kelib chiqib, yangi tashkil etilayotgan lavozimlarga yuqori malakali va tashabbuskor kadrlar tanlanib, mahalla raislarining oila xotin-qizlar va ijtimoiy ma'naviy masalalar bo'yicha o'rinbosarlari lavozimlariga qo'mita tizimiga o'tkazildi va har bir mahallada xotin-qizlar faoli lavozimi yangidan joriy qilindi. So'x tumanidagi 27 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida yangidan tashkil etilgan xotin-qizlar faoli vazifasiga ochiq tanlov e'lon qilindi. Tanlovda ishtirok etish istagini bildirgan 70 nafar ayollar tanlovda ishtirok etdi. Tanlov natijasiga ko'ra 16 nafar oliy ma'lumotli, 11 nafar o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lgan ochiq tanlov ishtirokchilari xotin-qizlar faoli vazifasiga tavsiya etildi. Mahallada butunlay yangi tizim tashkil etilishi belgilandi. Bundan buyon hokim yordamchisi kambag'allikni qisqartirish va yangi ish o'rinlarini yaratishga, yoshlar yetakchisi, yoshlar siyosati va yoshlar balansiga, xotin-qizlar faoli, ayollar masalasi va ularning muammolari bilan ishlashga javob berishi belgilab qo'yildi. Boquvchisini yo'qotgan ayollarning farzandlarini bog'cha to'lovlari davlat byudjetidan qoplab berilishi belgilandi. Shunga ko'ra, tumandagi boquvchisini yo'qotgan oilalardagi maktab yoshigacha bo'lgan farzandlarning ro'yxatlari shakllantirilmoqda. Ehtiyojmand ayollarni uy-joy bilan ta'minlash uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish maqsadida 2022-yilda ipoteka kreditlari asosida uy-joy berish maqsadida uy-joyga muhtoj bo'lgan xotin-qizlarning ro'yxatlari shakllantirilmoqda. 2022 va 2023-yildan boshlab oliy ta'lim muassasasi, texnikum, kasb-hunar kollejida o'qiyotgan qizlarga ta'lim kontraktlarini to'lash uchun 7 yil muddatga foizsiz kreditlar berish joriy etildi. Shunga ko'ra, aholi o'rtasida targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Ayollarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish bo'yicha berilayotgan himoya orderi sud tomonidan 1 yil muddatga berilishi va orderda belgilangan majburiyatlar ustidan qat'iy nazorat o'rnatilishi belgilangan. Shunga ko'ra, mahallalar hududida yashovchi notinch va nizoli oilalar ro'yxati qayta ko'rib chiqish nazoratga olingan. Rahmat. Mana eshitgan bo'lsalaring, mana prezidentimiz o'zlarini yaratgan tizimlar bo'yicha ayollarda oliy ta'limda o'qiyotgan ayollarga foizsiz kredit degani misol uchun 7 yilda buzadi. Misol 9 million beryapti, foizi yo'q. Beradi, 1 yilga sekin uzib boradi, qaytarib. Qanaqa imkoniyat qilyapti? Bu darajada boquvchisi yo'qotib o'qiyotganlarda
yashash hali nimalar общийtalarni pulini to'lab berish, ularga stipendiyalarni joriy qilish, hamma narsalar ko'rsatilgan. Endi hozir maqimimiz endi bitta narsasiga sizga topshiriq bo'ladi. Ayollar vatadan qiziqib borgani yo'q. Mana agar bir marta qalamiz tegsa, 2 oydan beri Bevaron hududidagi tekstil ishga tushib, Turkiyaga ko'ylak tikyapmiz. 25 ta ayol. Hozir sizga qancha zaryadka berdi? 200 ishchi olaman zaryadka berdimi? Bekorga bermayotgandir. Turkiyaga tikib beryapmiz. 25 ta odam. Lekin men afsuski, hammasi ayol. Birortasi bor qo'yganimiz yo'q. Bitta o kompyuterda o'tirib olganini eshitib olmaydi. Shuning uchun buni borib ko'rish kerak. Shuni oborib topshiradi, sifatli qilib. Tikib berganiga oborib topshirmaydi. O'zi kelib yig'ishtirib ketadi hali. Tikkan narsasini. Tushunyapsizmi? Pulini beradi tikkaniga. Misol uchun materialni beryapti, mashinkasini beryapti, tikkaniga xizmatga pulini beryapti. Ayolimiz kasallanchi bo'lib o'tyapti. Men afsuski shu narsalarga biratalar qiziqqanlar yo'q. Mana shu yerda o'tirib olmasdan u yuvish kerak. Endi hali eski hammomni ichi toza yig'ishtirish kerak. Mana tunda shunchalik borib, hali hatto Ravondan, boshqa joydan, hamma joydan borib qizlarni o'qitgani Marg'ilonga jo'natdik. Qancha kilometrlar. Bu taxta bilan biratalar qiziqib bo'lganlar yo'q. Endi so'qib mentaliteti hokim o'sha ayollar qatta ekanini yurmaydi-yu. Siz kallanishlarda o'sha ayollar hamma yoqqa subsidiya beryapti. Manaqa nima to'qiyman desa, nima adras to'qiyman desa, o'shani apparatini ham subsidiya qilib beraman deyapti. Tushunyapsizmi? Milliard ish mumkin. Qaytib ketmasligi uchun siz mana bu kishining yordamchisi mutaxassis sifatida bu kishi kompyuterga kirib, nimaga kirib oling, qarorlar shakllatib oling. Subsidiyalar bilan bor. O mana Abdiyev, Abdulaziz Boboyevich degan odam bilan o'tirib, sizni ayollar bo'yicha birorta odamingiz bormi? Faqat ayollarni ishlaydigan. Ayollarga ming ayol qolgan ayollar kamarbasta bo'lish kerak. Ayol rahbarlar onlayda turib, komanda ayollar komandasi qilish kerak. Mashinani ilhom olgan. Kimda o'rinbosarning mashinasi tez olib beradi. To'g'ri. Bu kishi o'rinbosar olib buni sharoit ayollarni sharoitini cho'tib qilib berish kerak. O'tirib qayerda ishlaydi, qaragani kompyuter bo'ldi xudoga shukr. Stol ustini ko'rish kerak. Normalni o'zi zakaz qilib, hali stol ustini shunga 75 million pul qayerda? Stol ustini nima qilgani? Bizda bezaga qo'ygan. Xo'p, programmalar bilan og'zini ochib turadi. Qachon bo'ladi u? Hozir 10 kunda chiqadi. O'shaning ichida ayollarga nimasi bor? Zarur ayollarning xonasiga ham albatta biz tezroq olib beringlar o'shani. Cho'zilmasdan. O'tinglar. Tushunarlimi? Ayollar bu siyosat o'qib, ayol kishi. To'g'ri. Haqiqatda ayol kishi mana yo'q. Uy qurib berishimiz kerak. Yetim kim yo'q. Kim yo'qni qanday qilib bo'ldi. Shu mana elektron yordam qiluvchi qazib qo'ygan ekan. Qancha kelib og'zdan nima oqyapti. Bo'lyapti elektrisitga rahmat. Shuncha qarzim bo'lgan to'lab berib tushunyapsizmi? Maza qilib elektrisitga ishlamaydi. Lekin shuni qarab bozorda payti yo'q. Qarash kerak. O'rgatish kerak. O'zlaringlarni nimalaydi. Shunday sizlarga shundan topshiriq bo'ladi. Mana Sitoraxon bitta tashabbus bilan chiqqan. Bu degan namunaviy oila, misol namunaviy kelinchak, qayna qilaylik bizlar. Ha? Chevarlar o'sha chevarlarda konkurslarni qilaylik, beraylik. Bizga yordam qiladi kasaba uyushmalariga. Nima yordam kerak bo'lsa qilamiz. Qilamiz, o'zini ochib turmasa. Eng mana nonlar, eng chiroyli nonlar nima qilsin deb shunday turistlar kelganda mana shunday non bozori qilamiz, soy bozorining ichida. Faqat non sotadigan qilamiz, ikki tomonlari. Chollarni otalar choyxonasi qildik-ku.
O'shani ham qilmadi, bidatlarni qilmadi, mana birindan beri ish yurishmaydi. Qilish kerakkan o'sha. Undan qilmang. Bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Shuncha 20 ta ayol spiskasini qilasizlar, mana hamma deputatlar. Hamma sektorga 5 ta rakib keladi. Biz ularni bepul Samarqand Buxoroga jo'natamiz. Qalay bo'ladi? Yaxshi. Lekin o'sha mehnat qilgan, men misol uchun menga kelsa ammamni yo o'zimni opamni yo singlimni jo'natib olmaydi. Haqiqiy kambag'al bo'lsin. Haqiqiy fidoyi bo'lsin, kambag'aldan tashqari ham. U kambag'al ham mayli, kam ta'minlangan joydan. Lekin shunaqa mehnat xalq uchun xizmat qilganlar bor, ayollar. Teklar jo'natsa bo'ladi. Shuning uchun 20 ta spiskani sektor rahbarlari ham turibdi. Har bitta sektordan 5 ta beshadan ro'yxati pasport numasi. Men jo'nataman ularni. Xizmat qilgan bo'lsa, raisning qarindoshi bo'lsa-chi? Ko'ring, endi gap so'z chiqmas. Qarindoshlarni o'zimiz jo'natamiz. O'rtaga shuni ham gapirmasin. Rais o'zini ammasini jo'natdi, ana hokim o'zini opasini jo'natdi desa, to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun shunaqa spiska qilinglarki, og'zi ochilib bo'lsin, mashina bo'lsa jo'natarkan. Ularni alohida jo'natamiz. Hozir boshqacha mana. O'zim o'g'limga nima maydaman, 20 ta odam men sizlarni men jo'nataman. Bepul maza qilib davom keladi. Poyezdda bor, yayrab, ovqati ham bor, boshqasi maza qilib keladi. 20 ta olamiz. Hozir dastlabkisi, keyin yana qo'shamiz. Rahmat. Hokim o'g'il nima bor? Shu xotin-qizlar haqiqatda mana ishlayaptilar. Bir joy borki mana ayollar, qizlar o'qiyapti nimalarda, texnikumlarda, nimalarda, institutlarda o'qiyapti. Ularni ayollar jamg'armasidan nechtasiga kontrakt puli to'landi. O'shanga mana misolga olsak, mana hujumda So'g'orda o'zingiz bilasiz, bitta ayol 3 ta bolasi bilan o'qiyapti. O'zi 3 ta ayol eri yo'q. Yerdan ajralgan, o'shanga iltimos Ayol doktor medik, yana akushyer ginekologiga o'qiyapti-da. O'shanga iloji bo'lsa agar men dokumentlarni tayyor, nima qilib, agar jo'g'ajoq qilib bersalar, O'shanga ish ham bo'ladi o'ylayman. Yana demakki, ayollar haqiqatda hammamizda ayolimiz bor, hamma onamiz, nimamiz shu mahalla ayollar jamg'armasi hisobidan shu sanatoriya, dam olish joylariga yuborish kerak edi. Bu kasallik bor, nimasi bor. Mana shu prezidentimiz haqiqatda 1-mart kuni nima qilarganlarni men hammasini telegramada o'qidim. Haqiqatda yaxshi so'zlar aytgan. Agar u bo'lsa agar ayollar mazza qilib hayot o'tkazadi. Shu iltimoslarda mana shu ayollarni o'rtasiga kirsalaring yaxshi bo'ladi. Bizda bir tendensiya borki, hammamiz ham shunaqa aqli. O'sha yerda janjal bo'lsa agar keyin hammamiz yetib boramiz o'sha yerga. Odini olmaymiz. Shu uchun men iltimos qilaman, Majdaxon o'sha mahallarda yurib, mana Hokumboy aytadilar, boshqalar ham aytadilar, mana ishingiz yengil bo'ladi. Yaxshi mana ayollarni nimaga oddiy tenderda nimada bo'lib chiqib savol-javobda oddiy o'shalar Tuzda, o'sha uchun tuzlarni 3 ta ayolni men jo'natilib borib berdim. Pillacha ayol. Aylanib kelsin. Men sizlarni bitta yolg'iz yashaydigan onaxonni bugun jo'natishim kerak dedi. Kelaman dedi, kelmayapti. Ajini jo'natamiz. Bitta o'zi yolg'iz yashar ekan, qaqa jo'nataysam nimaga deyapti? Qiziltepaga deyapti. O'shani nima qilaylik, ertagalikka tayyorgarlik ko'rsa, ertagalikka jo'natib boramiz. Borib mazaqadan olib keladi. Ular ham mana bepul bezlichi yo'q. Bez putyopka, keyingi putyopka naqadar keladigan putyopkalar o'zi nima qiladi? Osa bo'laveradi. Nima ruxsat bersangiz, shu xotin-qizlar bo'yicha ertalab qabulimga deputat sifatida Shahoba So'g'axon degan singlimiz keldi, boquvchisini yo'qotgan, ikkita farzandi bor, Farg'onada o'zi ham medik, shunga o'xshagan o'qiydi, 9 million kontrakti bor ekan. 6-7 million to'ladim deyapti, 2 million to'lashni talab qilyapti. O'shanga navbatga olib turatirishda nima qilsak, yozib oling, adresini qayerdan medinist o'qigan,
Endi Farg'onada o'qiyman deyapti. Uni bilish kerak, mejlisda o'qiydimi, qayerda o'qiydi? Bolamni ham olib ketaman deyapti. Shu qaynotasi bilan o'zimni kelishyapman. Bolasini ham o'shalarga yordam bersalar, shu Ramazon oyida yaxshi bo'ladi. Hozir unta xonadonga, unta odamga kontraktni to'latirdik deb nima o'qib eshitdingiz, o'shani shu pafamilni nima qilsangiz yaxshi bo'ladi. Qaysi mahalladan, qaysi sektordan shu bizlarga, shu deputatlarga ma'lumot uchun yaxshi bo'ladi. Unta verdik deyapsizlar, shu familiyasi yo'q. Endi o'zingizga vaqtlarda ma'lumot sifatida deputatlarga bersalaringiz yaxshi bo'ladi. Mana 146 farmon asosidagi ayollar jamg'armasidagi nima endi tashkil bo'lyapti-ku, shular Endi bo'lyapti. Birinchi maydon ana shu ayollar jamg'armasiga уже pul tushadi, hammasi birinchi maydon boshlanadi. Bungacha hozircha yo'q bu jamg'arma. Rosa aytilgan lekin. Ayollar jamg'armasi tashkil etiladi va aytilgan 145-qarorda. Endi birinchi maydon o'sha nimasi faoliyati boshlanadi. Bungacha hozir o'nta degani bu 2020-21da aytdi, o'nta kontraktni biz mahalla jamoalardan to'lab berganmiz. Ayollar jamg'armasi Sahol va Kumor o'sha mahalla jamoalar fond hamda Saxovat tumanidan to'lab berganmiz. Yomoni Saxovat hukumat jamg'armasida So'x tumanida birorta tadbirkordan 1 so'm tushmagan. Hech qanday bir pul Bir so'm. yo'q. Aslida bir tiyin pul kelmagan. 1 so'm tushmagan. Juda achinarli. Bitta bizni tumanda tushmagan bo'lib. Janob tushgan yo'q. Mana shuncha olib kelingan pullar butun boshqa joydan olib kelgan. Biz bir yarim yil bir tiyin pul tushmadi. Saxovat hukumat. Shuning uchun buni ham imetiv edi. Savollar bormi bu kishiga? Safar olmaydi, hol içeriği olmaz. Maşini ham bo'ldi, jo'rali ham bor. İçeriği olmaz, Rafatxon Qurbonova bo'lib turib, sürpriz yer olmasa yaxshi. Bizda ham bitta bor. Rafatxon Qurbonova mana bolasini mana aytaylik. Qatta borisi nima olib beray, mana o'shani olmasib kelib Qurbonova qo'yib ketdi. Bergan yo'q, necha yil. Qog'ozni bersa men o'zim olib beraman. Qog'ozni. Qog'ozni olib beraman. Bizga ish so'roq bo'ldi, shunga Endi bundan keyin o'sha ayollarga ham aytib qo'yish kerak, kelib bitta to'polon qilmasin. Enasini yuyib basta bu. Bir 8 ta 10 ta bor. So'kinish, haqorat qilish hokimiyat tizimidagi nimalar qattiq beradi bu hokimiyat endi. Dushman ko'zi bilan qarash, rivojlanish bo'ladi, hayot baraka bo'ladi. Shuning uchun mana onani duosi asr edi dedi-yu. Bekor emas. Shuning uchun o'zimizdan boshlashimiz kerak. Uyli ayollarni boshlasak yaxshi bo'ladi. Endi hurmatli deputatlar, demak, Madina Xon Haydarovna nimasini aytib o'tishdi. Bu bo'yicha ham qaror loyihasi shakllantirilgan. Shuni tasdiqlab berishlarini so'raymiz. Shu qaror loyihasi tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib munosabat bildirishlarini so'raymiz. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibi 3-chi masalaga o'tamiz. Demak, mehnat balansi, bandlik dasturini shakllantirish 2022 yilda amalga oshirilgan, mana birinchi oyda amalga oshirilgan ishlar. So'z Abdiyev Abdulaziz Qo'boyevich. Bizni 2022 yilda birinchi oyga qo'ygan ishlarni ma'lumot berib o'tamiz. 2022 yilda aholi bandligini ta'minlash va yangi ish o'rinlarini tashkil etish dasturi asosan yil davomida ish o'rinlarini tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha chora tadbirlar belgilandi. 2022 yilda aholi bandligini ta'minlash va yangi ish o'rinlarini tashkil etish dastur asosida yanvar-mart oylarida 1932 ta nafar ish o'rinlari rejalashtirilgan bo'lib, amalda 2930 ta ish o'rinlari tashkil etilgan. Yoki rejaga nisbatan 151% ga bajarilgan.
Shundan hududiy investitsiya loyihalarini amalga oshirish hisobiga 55 ta ish o'rni rejalashtirilgan bo'lib, amalda 19 ta ish o'rni tashkil qilinib, rejaga nisbatan 30% ga bajarildi. Turizm va sport hisobiga 28 ta ish o'rni rejalashtirilgan bo'lib, amalda 18 ta ish o'rni tashkil qilinib, rejaga nisbatan 105% ga bajarildi. Savdo va servis yo'nalishida 246 ta ish o'rni rejalashtirilgan bo'lib, amalda 260 ta ish o'rni tashkil qilingan. Bino va qurilish hisobiga 81 ta ish o'rni rejalashtirilgan bo'lib, amalda 71 ta ish o'rni tashkil qilingan. Qishloq va suv xo'jaligi hisobiga 1096 ta ish o'rni rejalashtirilgan bo'lib, amalda 1485 ta ish o'rni tashkil qilingan. Rejaga nisbatan 135% ga bajarilgan. Bundan tashqari aholi bandiga ko'maklash maqsadida 2022 yilda birinchi chorak davomida jami 950 nafar fuqaro ish izlovchi sifatida ro'yxatga olingan. Shulardan 519 nafari doimiy ishga joylashtirildi. 207 nafar fuqarolar kasb hunariga qayta o'qishga jalb etildi. 12 nafar fuqarolar maqomi berilib, ishsizlik nafaqasi tayinlandi. 154 nafar fuqarolarni haq to'lanadigan jamoat ishga jalb etildi. 97 nafar fuqarolarga bandlikka ko'maklash davlat jamg'armasi hisobidan subsidiyalar ajratildi. 17 nafar fuqarolar subsidiya hisobidan yengil konstruksiya issiqxona va sug'orish vositasi bilan ta'minlandi. Jami 72 nafar fuqarolarga subsidiya ajratildi. Judayam buga seryozni qaraydida subsidiya asosida berilgan issiqxonalar samarasiz, qarovsiz, ishtimi egilmasdan mana Qizilqiyo mahallasida, Chashmada albatta endi uylarga borib berdi. Kimlar bo'ladi? Albatta nimalar qatta qo'ygan? Men bir ko'ryapsiz, sizga mana hozir mana deputat mana shu kengash raisi sifatida sizga topshiriq 5 kun ichida qancha tiklisalarimiz turibdi yozing o'zingizga. Sizlar yozinglar. 5 kun menga oydinlik kiriting. Qatta u davlat puli shunday berilgan. Sharqobodda bor 10 ta. 20 ta nimalar turibdi. Berdik odamlarga. Albatta. Nimada 20 ta, Chashmada 10 ta, nimada 10 ta, Qalachada 10 ta. Nima bo'lgan ular? Ta'minotchiga qildirgansiz va 10 kun ichida bizga asoslantirilgan ma'lumot bering. Bo'lmasa prokuratura ham beraman. Bo'ldi va anaqa ish tizimini o'zgartirganmiz. Kim bo'lishi o'tgan qo'ygan baribir javob beradi. Nimaga hech kim qaramagan? Ta'minotchiga bergan Shabadada sinib ketib yo'q ketib qanchasi. Shuning uchun sizga 10 kun muddat ichida shaxsan menga nima qilib axborot berasiz, tushundingizmi? Subsidiyalar mana aytib o'tishimga, hurmatli deputatlar, subsidiyani ko'pchilik tushunmayapsizlar. Subsidiyaga nimalarga subsidiya bor? Misol uchun o'zlashtirilmagan 1 gektarni o'zlashtirish uchun qancha subsidiya bor? 8 million so'm. Biz bilmaymiz buni. O'zlashtiryapmiz 1000 gektar joyda. Aytmaydi bular. Uzr. Aytmaydi. Mana yer 20-qaror bo'yicha. Hammasidan ishorga borib 10 milliondan berasan debdi. To'g'rimi? 10 milliondan berasan. Mana kecha o'shancha ariza tushmayapti. Suvsiz joyga 10 million beraman. Kecha Sharqobodga bordik 8 milliondan berasan debdi. 8 milliondan berasan. O'sha noinsof kim qilgan buni? Odamlar xafa, to'g'ri. Ya deputatlar tushuntirmaysizlarmi? 100 marta aytdik. 20-qaror tushuntiringlar. Ba'zi televizorda ham chiqib sudya bilan birga chiqib tushuntirdim men. Qanaqa pul 20 million, 10 million. Yana 3 yildan keyin majbursan to'lashga. Tojiboyev 20-qaror bo'shini. Mana 20 O'zbekiston sudiyasi 2021 noyabrdagi ularga 20 fonda qaror bo'yicha hurmatli Tojiboyev bilan Melnik janob oilalariga va Melnik Tojiboyev va barcha mahalla raislari, profilaktika inspektorlari, hokim yordamchilari, deputatlarga topshiriq. Birorta mahallada shularning imzosi bo'lmasdan befarq bo'ladigan bo'lsa, bu hozirgi nimaga qiyomat bo'ladi. Bu
20-chi qaror aholini bandiga ta'minlash uchun 15 sotiqdan 10 sotiqdan 1 gektargacha joylar. Shuning uchun juda ham yomon bo'lyapti bu masalada. Mana uzumchilik uchun subsidiya bor. Baliqchilik uchun subsidiya bor. Shularda hammasini hisobga olib, siz subsidiyalar masalasida hammani biz uyga olgansizlar, biz qayerda o'tganmiz? Shopangiz so'rabsiz, qayerda o'tganimizni aytib beradi. Necha kundan beri qayerda yotibmiz? Siz o'ylaganglar, hozir sveji bo'lib kelyapti uydan. Anaqa taraf soqolini olib. Bu agar o'sa shu kishi mana shu subsidiyalarni hammasini televizorga chiqib keltirilgan topshiriq bergan. Birinchi topshiriq. Barcha yo'nalishlar o'sha subsidiyalarni mahalla birinchi operatsiyalarga qanaqa? Bulardan birinchi amalda beradi. Ayollar qatnashdi. Nimadir subsidiya? Mehnat bandligi dedi. Qaytarib beramiz. Anaqalarga, avtobus uskunalarga. Qolgan yer, boshqa baland hisob kitobini chiqib, televizorda tushuntirib, hammasiga. Siz Telegram. Misol uchun Kanada bo'lyapmiz. Xudo olsa. Kanada daroga ham 50 yillik. 100 ming sarfsiz 50 ni davlat. Hech katta bo'lmagan. Buni bilish uchun sizlarga mana qonuniy bo'lish uchun subsidiya bo'yicha mana ichki ishlar bo'limi boshlig'i to'g'ri aytdi. Sizlar bizga qonuniy, hurmatli yuristimizdan ham qo'shib qo'ying. Yurist. Adliyani boshlig'i. Qara adliyani boshlig'i. Adliyani boshlig'i ham javob beradi. Bunga topshiriq bor. Har bitta asoslantirgan 3 kun ichida bersin hamma deputat qo'liga. Mahalla raisiga bersin, mana imom xatibimizga bersin. O shirkatni raislari ham olsin buni. Chunki Devayrondagi nima ham 20-sonda qaror qo'ysa, Devayron ham nima bo'lyapti Devayron? Necha gektar joy? Sizlar mani kutuvchilardan bor qilishim. Mani kutyapsizlar? Yo'q. Yig'ib to'qilmaysiz, tushuntirmagansizmi? Mana bittasi ham tushuntirmay, olmagan odamlar 200 tasi kelib ariza yozdi. Tushuntirmagan ekan haqiqatda. Hech kim kirmagan ichiga. Pul to'laysan deb o'ylayaptilar. 8 milliondan, 10 milliondan. Dushman odamlar qilib tarqatgan ularga. Devayronda yer olmayman degan odam o'zi bo'lmaydi aka. Nima sizdan shartnoma qiladi, yer olmayman deydi. Kalla bormiz, o'zi yer olaylik 10 yil oladi. 3 kun muddatcha yozinglar. Deputat, ikkita deputat. Kallasidan javob beradi Devayronning. Siz ham javob berasiz. 20 sonda qaror bo'yicha. Bu hafta 11 gektar joyda srochni tarqatib, lot arizasini olib qilib o'sha yerda qilasizlar. Tushunarlimi? Bo'lmasa o'zlaring javobgarlik masalani ko'ramiz. Bitta iloq. Hurmatli hokimova, mana shu aytganingizni Telegram orqali bizlarga bersinlar. Komissiya qilib shu subsidiya masalasini axborot sifatida boshqa kelgusi sessiyada bizga yetkazinglar. Ommaviy axborotlarda hamma joyda bor, Telegramdan sizlarni mana tashlab beradi. Endi ular olib turib o'zi deputatlar buni besh qo'llab bilish kerak. Hozir siyosiy ko'rib qolamiz. Har bitta chiqayotgan mana senatdan chiqaradi. To'g'rimi? Oliy Majlis senatdan chiqqan narsalarni biz yangi chiqayotgan qonunlarni hammasini bilishimiz kerak. Deputat sifatida. Lekin shundan o'zi ham ko'p narsalar, qarorlarni bilmay qo'ygan joylarimiz bor. Aynan subsidiya bo'yicha tushuntirish berib turib berasizlar. Tushunarlimi? Xo'p. Shuning uchun mana ishga joylashtirish masalasida juda ham sust ketyapti. Mana hokimiyatda nechta vakat bor? Bilmaysiz. Nimaga vakansiya yo'q? 3 ta mana bu kishida vakant tur. Iqtisodchi yo'q, oliy ma'lumot. Yo'q iqtisodchi. Shuning uchun siz har kuni men sizga topshiriq yozib qo'ydim. Har kuni mana shu keladi. Sizga blokchi to'g'ri nima beradigan. Davlat sizga shunday hashamatli binoni qurib qo'ydi. Vakansiya bilan ishlash nologiy bo'lyapti. Har doim muammo bo'lib kelyapti. Vakansiya odam hududida yangi haftada bir hafta mobaynida bir hafta emas. Mana yangi haftada siz mana 200 ta ishchi o'rin so'rayapti, nima ayol kishi so'rayapti chevarsizdan. Bitta tekstil. Tekstilni fabrikada mehnat yarmarkasi tashkil qiladi. Hamma deputatlar
zo'r nimalarni olvoydi anaqa tikuvchilar. Boradi, aqa borgani qiynalsa uyda kasal ochildi. Bo'ldi, uyda tikib beraveradi. Shunaqa qiladi, tushundingizmi? Mana shu haftada tashkil qilasiz. Mas'ul siz, bu kishi shunaqa qiladi. Qolgan subsidiyalar bo'yicha baliqchilik, xabardarchilik, hammasi bo'yicha subsidiyalar bor. Shu bo'yicha ma'lumot berasizlar. Bormi yana? Savollar bormi kishiga? Savollar yo'qsa o'tiring, marhamat. Demak, qaror loyihasiga hozirda hamma nimalarni kiritasizlar. Vaqtimiz juda ham chegaralangan, mana mehmonlar kelyapti, boshqa. Shuning uchun qaror loyihasi qilingan. Shu qaror loyihasiga hozirgi nimalar ham qo'shiladi. Tushunarlimi? Qaror loyihasini bo'yicha mana munosabat bildirishlarni so'raymiz. Roz deputatlar qo'l ko'tarib munosabat bildirishni so'raymiz. Rahmat. Qarshilar betaraflar yo'q. Rahmat. Agar ruxsat bersangiz, men domlalarni qo'yasa, nimasi vaqti bo'ldi, birinchi o'sha masalani bilib bersangiz. Domla. Keling mana. Domlaning bo'yicha. Domlarni qo'yib qo'ydi. Ma'ruzasi bor domlar. Haligi taklifni aytyapti. Haligi taklifni tasdiqladi. Taklif bor, taklif. Avval ziyoratlar qilamiz, hojaga. Alhamdulillah Robbil alamin Xudoga biz hali hech qaysi ziyoratchilarni ko'rishganimiz ham yo'q, to'g'ri. Ular aziz ziyorat ham qilganimiz yo'q. Qara, eshikda mana qo'shimchali nima bo'yicha bu? Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, xotinlar. Mana endi deputat sifatida hamda axborot ochiqligi komissiya raisi sifatida murojaatlar tushganda vijdon erkinligida qonun bor. 5 vaqt namozga har bir ota-ona farzandi bu yerda hozir bir yilda bir marta bo'lyapti. Muborak Ramazon oyida taroveh namozi. Bu 20 rakat o'qiladi, hammamizga ma'lum. 20 rakat o'qishga endi bu o'sha mesni bilasiz, mahalla raislariga, deputatlarga jamoatchilik nazoratini o'rnatishga yuklatilgan bo'lib, shu 5 kun, 6 kun shu kuzatuvlarimiz, murojaatlardan kelib chiqib shu taklifni berdim. Men bu taklif bilan gunohkor bo'lishni islom dinida nima niyat farz. Biz yomon niyat bilan bolalarimizni voyaga yetmaganlarni shu tarovehga bormasin deyotganimiz yo'q. Yaxshi niyat bilan. Chunki domlalar aytayaptiki, rais bu kecha mana taroveh namoziga boribdi, 20 rakat namoz o'qiyapti, darsga kelib uxlab qolyapti. Keyin namoz o'qiyotgan domlalar aytayaptiki, biz namoz o'qiyapmiz, bu yoqdan yuguryapti, namozimiz g'alati bo'lyapti, gunohkor bo'lyapti. Mana shu takliflardan kelib chiqib, men bu taklifni nimaga qo'ydim? Faqat shu taroveh namoziga, shu bolalarimizni, voyaga yetmagan bolalarimizni qatnashishiga cheklov qo'ysak. Bu yaxshi niyat bilan, yomon niyat bilan emas. Bu dindan qaytish, nima qilish emas. 5 vaqt, misol uchun bomdodga olib borsin bolasini, peshinga olib borsin, asrga olib bo'lsin, shomga olib bo'lsin, xoftonga olib bo'lsin, lekin shu 20 rakatni men o'zim ham qiynalyapman 20 rakat o'qishga. Har bir odam endi shu imkoniyatdan kelib chiqib 3-chi, 5-chi, 7-chi sinf bolalari 20 rakat o'qish, mana menimcha So'roq Qoziyev degan departamentimiz ham eplay olmasa kerak bu narsani. 20 rakat bir oy ham ro'za tutib, ham och qorinda 20 rakat turish nima o'shanga bir Domlar asosiy sababi bu normativ bor, meditsinada ham, psixologiyada ham bor. Soat 10da bola yotish kerak, dam olish kerak. Ertangi darsga tayyorgarlik qilish kerak, miyani dam berish kerak. Lekin namoz 11da tugayapti. Mana voqeani domlar imom bilasiz, kecha masjidda islomning nima bo'ldi? Yosh bola chiyib qo'ydi. Markaziy masjidda bu. Eng yomoni mana kecha suv toshib, men borman o'zim o'tirdim. Odamlar xursand ketdilar. Bolachalar tushunmayapti. O'rnida yoraqaloqqa suvlarni olib kelib, mana hali o'tirib soat shunday qilyapti, u avvalami xato. Yo'q, to'g'ri suviga olib kelyapti, kechaga. Ichimli suv emas, to'g'ri suv. Kelmaydi. Mana olib keldi. Faqat kelma suv yo'qmi? U
Ben onu baklashga deyman deyapman. Hani katta nimani olib kelaman, tushundim uni boshqa qo'yishayotgandi boshqa. Lekin bunday suvlar, loyiha suvlarni qayerdan topib kelyapti? Bo'lmaydi. O'zi joiz ham emas o'zi. Yosh bolalar masjidga kirish. U nima qilayotganini bilmaydi. Bulg'ab qo'yishi mumkin, chiqarib qo'yishi mumkin bu narsani. To'g'rati bormi, o'zi to'g'rati yo'qmi degan savol bor. To'g'rati to'g'ri qilganmi, noto'g'ri qilganmi? U bolacha bo'lsa, uni o'g'il tarbiyalash darsini o'qisin. Bilim olsin. Mana 500 ta kvota bergan, davlat bergan 500 ta kvotani yig'olmadik. 90 tasi qolib ketdi. Hozir shu prezidentimiz degan malaka maniyatdan 3 kundan beri hozir o'ylanyapman. Yaqinda muloqot bo'ladi. Toshkentga olib kelamiz. Shuning uchun bekorga emas, mana odam bilan ta'minlashni jo'natishni gaplashdik. Endi o'zimiz ketamiz. Shunda nima deymiz ekan? Shu masalada xalq ta'lim masalasida bor. Uchun hali juda yaxshi taklif bo'ldi. Oila va vrachlarimiz ham to'g'ri aytyaptimi buni? Meditsina nuqtai nazaridan normativga to'g'ri kelmayapti. Bu namozni birinchidan noto'g'ri o'qiyapti. O'zi tushunmayapti uni nima qilayotgan. U nima o'ylayotganini tushunmayapti. Taroveh namozni ham boshqa hammasini o'zi uchun o'qiydi. Ro'zani Xudo uchun qiladi. Lekin u shu bolani orqasidan qo'shib u anaqa qo'llab qo'ygan bo'lsa, gulomni ustini uni gulomni olish kerak, yuvish kerak, boshqa. Yana bitta masjidda domla aytibdiki, xatda yozilgan yosh bola kirmasin deb. Qarasho, xatda yozilganini men ko'rsatsam. Mana xalq vakillari, deputatlar, mana xatda yozilgan, mana yozuvini ko'rsataman. Hurmatli deputatlar, mana deputat Subhona Nishonov taklifiga rozi deputatlarni qo'l ko'tarib munosabatlar. Rahmat. Qarshilar betaraflar yo'q, ovozdan qabul qilindi. Hurmatli imom xatibimizga shuni mana hamma masjidlarga yetkazib, mana rasmiy sessiya voyaga yetmaganlarni masjidga kirishni taqiqladi. Taroveh masjidiga. Boshqacha qilib tushuntirman. Tarovehga kechqurun namoz sunnat u borsa ham bo'lmasa bo'laveradi. Ish artmas u. Artmas sunnat u. Tavolada bo'lmagan ruxsat bersangiz biz bu mahallada Hazrat Aldi Ziyoli Dilbar Mamadaliyeva degan shu FHD guruh boshlig'i bo'lib ishlagan bir necha yildan beri marhumman. O'shaning nabiralari shu ochiq aytish kerak, bu isbotlangan ichki ishlar nimasi ham xabari bor. Maktabni bitirib, shu Farg'onada ishlab turib, adashib Turkiyaga ilm chiqaraman deb ketib qolibdi, ilm chiqaraman deb xat yozibdi. Ichki ishlarga bordik. 15 kundan beri qidiryapmiz-da o'sha bo'ladi. Shu natijasi mana shu. Bor yo'g'i So'ximizda 11 ta masjidimiz bor. Bizlarga 11 ta imom domlo kerak xolos. Lekin mana qarasangiz 72 tami adashmasam tashkilot bor. 35 tani shuncha maktabgacha ta'lim muassasasi bor. Maktablar bor. Bizlarga kadr kerak, bizlarga domlalar kerak emas. Lekin alhamdulillah hammamiz musulmonmiz. Ishimizni qilib, diplomimizni olib turib, maktabga borib o'qituvchilik qilib, yo hokimiyatga kelib bir statistika bo'linmaganlar va iqtisodga urin yo'q deyapti. Mana shuni domla iltimos imom xatiblarga yetkazib, mana shularni talabot qilsin. Mana mahallamda yarmi hammasi shu faqat shu dunyoni tark qilib nimaga beryapti-da, shu nimaga beradi. Bu yaxshi, bu oxiratiga rahmat. Buni ham qilsa, lekin o'qib bironta diplom olish kerak edi uni. Yosh bolalar hammasi savol qilib, men e'tirozim yo'q. Faqat shu ko'pchilik aholi 530 ta olimimiz, xonadonimiz. Har bir xonadondan menga murojaat qilyapti-da. Bolamni to'xtating, iltimos rais bo'lyapti. O'shaning uchun men minbarga chiqib soqol qo'yilgan bilan noto'g'ri targ'ibot qilyapti, uni bilasizku. Bilaman. Noto'g'ri targ'ibot. Mayli demang. Noto'g'ri targ'ibot qilyapti, noto'g'ri yo'nalishda ketyapti. Mana to'xtatish kerak. Umuman to'xtatish. Mayli namozini o'qisin, domla bo'lsin, ishini qilsin, davlat ishini qilsin. Targ'ibot ham noto'g'ri. Namozini o'qisin, kim bunga qarshi? Bizlar zamizlar, yordam beramiz, qilamiz. Lekin noto'g'ri yo'nalishga ketayotganlar qancha? Suriyada qanchasi yuribdi? To'g'ri. Uni mayli emas. Otasiga nasihat qilyapti, u musulmonga to'g'ri keladimi? Ota-onasiga nasihat qilyapti. Namoz o'qigan bo'lyapti-da, qarab.
sen uyda o'tirib, sen mollarga hasharlarga uyga tutibman dedi. 16 ga 17 ga kirgan bola. Yozman, nimaga borishim kerak? Namozga borishim kerak. Bu nima qilyapti bu? Hayır, bitta o'zi uni bor namozi qabul bo'ladimi yo'qmi? Yo'q. Qabul bo'lmaydi u. Otasini rangini qaytardi, otasi nima qildi u? İltimos qildi u. U nimaga kerak unaqa qilmadi? Bu shuning uchun darslarda, maktablarda dars o'tishlari ya'ni haftadan 3 kun qilishimiz kerak, deputatlar ham borib maktablarga kirib dars o'tadi. Bu uchun xalq ta'limi bormi? Saylab qo'ymagan. Qaytarib qo'yinglar. Nimaga endi? Bilmasa ular ketgisi kelib turishib keldi. Keyin safar kelmasa o'sha qanday keyin sabab emas. Biz santresi etib qo'yish kerak. Qanchada o'shalarga men xabar beraman. Yozing, nima? Tojiboy, xalq ta'limini ham masalasi ko'p chiqqan, ishda qolish qolmasin. Bungacha biz srochda grafik xizmat topshirib, qaysi maktablarda biz dars o'tamiz. Yo'q. Nima bo'ldi? Yo'q. Demak, birovni rahmat, sog' bo'ling. Hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari, keyingi masalaga o'tamiz. Demak, birinchi shoirda ichimlik suvi va elektr energiya yetkazib berish hamda obodonchilik ishlari bo'yicha belgilangan yo'l xaritasi ijrosi yuzasidan so'zni tuman obodonlashtirish bo'limi boshlig'i Ibragim Anvarjon Abduqodirovичga beramiz. Marhamat, Anvarjon Abduqodirovich, qolgan Azimbek Farhodjon Azimbekovich va elektroset tayyorgarlikni ko'rdi. Oldimizga savollar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Albatta, ikkinchi chorakda bajarilgan ishlar va prezidentimizni 8 avgustdagi 8 avgust 2022 yildagi tumanda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha to'g'risida qisqacha ma'lumot berildi. Shu tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan birinchi chorakda ya'ni 2022 yil kechirasiz 22 3 oy mobaynida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida Gaplashmasdan o'tiramiz. Gaplashmasdan o'tiring. Respublika Prezidenti Kim o'tiringlarda sessiyani tuzmasdan. Bitta gapiryapti odam. 2022 yilda inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili davlat dasturini ijrosini ta'minlash maqsadida obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan quyidagi ishlar 3 oy mobaynida bajarilgan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 1-yil 4-aprildagi dafn etish va dafn ishi to'g'risidagi birinchi sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida tumandagi To'ynemburg, Robot, Yanglari, Zangat qabristonlarida yangi janozaxona qurilish boshlangan va qurilish ishlari davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 21 yil 12 noyabrdagi hududlarni yashil makon tashkil etish to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash, obodonlashtirish va qurollashtirish ishlarini jadallashtirish lampalari bo'lgan ehtiyojni qondirish maqsadida obodonlashtirishdan 22 yilni 3 oy mobaynida 166 dona kechirtish lampalari o'rnatilib foydalanishga topshirilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2011 yildagi 8-yildagi qarovsiz qolgan hayvonlarni tubda saqlash bilan bog'liq xizmatlarning faoliyatini takomillashtirish, chora-tadbirlar to'g'risidagi 202 sonli qarorli talablarni bajarishda ta'minlash maqsadida obodonlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan joriy yilning 3 oy mobaynida 160 boshidagi itlar zaharlantirib, jasadi yo'q qilindi. Ya'ni yo'l transport, muhandislik, kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilma rivojlantirish bo'yicha obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan joriy yilning 3 oy mobaynida albatta siz va ichki ishlar
boshlig'i va tuman prokuraturasi yordami bilan shu Sarıkanda mahalla fuqaro hududida 2.8 kilometr, Zangan mahalla fuqarosida 30 metr, Sebzor mahalla fuqarosida 6 kilometr 200 metr, Hakkır mahalla fuqarosida 2 kilometr, Tul mahalla fuqarosida 350 kilometr, jami bo'lib 12 kilometr 650 metr yo'l qismi to'proqdan shamolga o'tkazildi. Shu hani O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 20 yil 8 avgustdagi yani 20-21 yillarda tumanni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlarini to'g'risidagi 97-98 sonli qarori doirasida ta'minlash maqsadida chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqarilib, yani amallaringizga ma'lum ushbu dasturda 5 ta bob 74 ta banddan iborat bo'lib, shu dasturning ikkinchi bobida yo'l transport, muhandislik, kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 160 kilometr shag'al qoplamasi sement beton qoplamasiga o'tkazilgan. 106 kilometr to'proq yo'llari shag'al qoplamasi yotqizilgan. 40 kilometr sement beton piyodalar sement beton va piyodalar yo'laklari qurildi va 25 kilometr shag'al qoplamasi asfalt yotqizilgan va foydalanishga topshirilgan. Yani ushbu ikkinchi bandda yana tuman obodonlashtirish boshqarmasiga yuklatilgan dasturdagi shu 27 ta mahallaga, jumladan shu Lemburg, Qalacha, Saribozorcha, Hazrati Ali, Shakobod, Oftobru, So'g'kor, Qala, Devaryon, Malbu, Chashma, Guliston, Chummoqcha, Ishyor, Sebzor, Qaqir, Qiziqyoq va Suq mahalla fuqarolar yig'inlarining tor ko'chalariga to'liq to'kis yoritgich lampalar foydalanishga topshirildi. Shu dasturdagi ikkinchi masalamiz shu tumanda 13 ta davlat idoralari tashkilotlari, jumladan shu obodonlashtirish boshqarmasi Alvoyda bino bilan ta'minlash hamda moddiy texnika bazasini rivojlantirish ko'rsatilgan bo'lib, Suq tuman hokimligining 17-yil 4-iyul kunidagi 189 sonli qarori bilan obodonlashtirish boshqarmasiga yangi bino va inshootlar qurish uchun 300 sotiq yer ajratilgan bo'lib, lekin shu hozirgi kungacha shu mablag' masalasi hal bo'lmaganligi sababli shu dasturdan qolib ketgan. Shu ish bajarilmay qoldi. Buni obodonlashtirish boshlig'i bo'lganda men har oyda o'zim 100 million pul topardim. Kamida. Asıl traktörümü obaladım, shunday hozir traktor yetishmayapti, kashi ketgan. Traktorni tuzatib qo'yadi, qo'shimcha texnikalarni qiladi. Hozir yo'q siz eshitma, uni to'g'ri sizmi 187 ta 140 ta odamimiz bor ekan. Nechta odam bor? 140 ta odam bilasizmi nima degani? Qanaqa degan. Bu obod qabristonlarda borib ko'rsangiz butun xalq o'zi qilyapti. Xalq chiqadi. Bu qabristonlarga qaraydigan hali xonimiz umuman qaragan yo'q birorta qabristonga. Va borsam o'sha yerda bechora shu xalqning o'shaga borsak ham hali bitta otaxon bor, Ahmadobod, ikkita qizi bor, ikkita yugurib keladi, hech kim qaramayapti. Mana nimaga borsak, tunda o'zi qilyapti. Yangiarda o'zi qilyapti, Hazratali'da o'zi qilyapti. Ana nimada o'zi qilyapti. Birorta obodonlashtirishda nima ana o'zi qildi, Lemburgga nimani havas o'zi qilyapti. Sizlarni olma 110 kilometr tizim, 106 kilometr beton yo'llar bo'ldi deyapsiz. Beton yo'llaringizni 106 kilometr men hayron qolyapman. Hatto 106 kilometr. Havas chachilyapti ichki yo'llar. Chachilyapti dedi. Nimasi yo'q. Umuman men sizni aytib o'tishim kerak. Bu ishlar menga umuman yoqmaydi.
Biroqda ichki yo'llarimiz yoqmaydi. Ben köylayapman misol uchun. Yo'lni xo'jayini misol bu kishi prokuror bo'lsa, ben bu kishidan so'ramasam yo'lni ko'ylab ketaveraman. Ben bu kishi bilan ben shartnoma qilaman. Hop, hurmatli prokuror, meni yo'lingizni men ko'ylayman. Turbanni o'tkazib yana beraman. Yolg'iz siz o'zingiz ham eslatib bundan shartnoma qilishim kerak. Yo'lni ko'ylab qancha qilgan shaharlarimizni buzib ketyapti. Hech kim ishi yo'q. Buni hokimiyat hammasiga bo'linib boramiz. Rahmat mana shu sektor rahbarlariga salakasini MKSdan qilib hali o'zimiz qilib berdik. Hashar yo'li bilan uni to'kdi. Bitta mashina misol uchun bir kunda 68 mashina to'kdi bitta mana azmanlaydi. Sebzorda 8 ta mashina. Bilasizmi? Mana hurmatli prokurorimiz bilmadim, bu ham o'zini Farg'onada ishlab turgan mashinalarni chaqirib batga toshdi. Endi mayli toshdi, birorta ishlayman yoqmaydi. Kerak kesdi, qish kesadi. Bu xuddi meni uyim emas bu. Ben hokimman. Hokim olaman, teskari qarab ketavermayman. Hamma harom bo'ldi. Shu kungacha nima yo'q. İdorasi yo'q. Ajratilgan yer qayerda? Qadam olinglar. Qani nima kelayaptilar? Yozing, qaytarib olinglar. Bundan berishga sport kompleks qilamiz. Bog'dordagi olovni qurib tashlab ketdi. Agraprom binosini beramiz. Agraprom sotib olyapti, o'shanga kirib o'tiraman. Bu Agraprom binosi atrof devor bilan chiroyli qilib, ichida texnikasi ham boshqasi ham. Buni yana hech bir sarf qilgan bo'lsa beramiz. Tushundingizmi? Hech bir sarf qilgan. O'sha obodonlashtirish joyi o'sha sentr bo'ladi. Yer bilan texnikasi ham boshqasi ham turadi. Tushundingizmi? 30 sotuk joyda olib, haligi nimaga beramiz? Sport qismi. Tushundingizmi? Siz ajibda olasiz. Tushundingizmi? Ve borganingizni o'zingizning bor, ijtimoiy Visakovod bor, bu tomonlarda anaqa texnikadan qo'shib bo'laveradi. O'sha bo'ldi. Umuman olganda obodonlashtirishdagi nimalarga aytib qo'ygan. O'sha qabristonga qaraydigan odamlar qattiq ishlasin, qarasin. Qabristonga baribir hammamiz boramiz. Bitta qabriston bor, menga yoqadigan bittaga qabriston. Hozir pokiza qo'ygan qabriston bor. Toza pokiza. Lekin obodonlashtirishda kim ishlaydi desa, bittasi chiqmaydi o'sha. Bu chiqish kerak edi. Oila olyapti. O'zi 40 ta odam oila olyapti. Uni chiqish kerak, oila halollab olish kerak. Bo'ldi. Mana shu tozalasin. Qo'ldan kelmasa qilmasin. Men hokim bo'lsam ham aytyapman, ko'ryapsiz. Baba 5000 ta, 6000 ta ko'chat o'zim qo'lim bilan kesib, suvni ham o'zim nima qilyapman. Lekin u adajini qilmasdan ishlasin. Men alohida yig'ilishlarman, obodonlashtirishga. Bu qilmasa bo'lmaydi. Hozir gulni olib keltiryapman. Gul. Hamma gulzor tashlash kerak. Hozir biz kechikyapmiz. Hali ham. Shuning uchun mana amalga oshirayotgan ishlarni bir boshdan sizga shuni topshirib bo'ladi. Alohida gulba qilib, hamma ichki ko'chalarda qaytadan xatlovni o'qitdik. Xat pachaq bo'lgan. Surogi borini. Karantinli surog deydi-yu. Bitta beton yo'l 40 yil turish kerak. 40 kunda u uqalanadi, misol uchun. Qaysi firma hammasini hisob kitobini qilasiz, hurmatli yuristimiz ham yordam qilasizda. Sudga berib boshqatdan qilamiz. U boshqa iloji yo'q. Qanday qilib hamma chachilayotgan tomosha qilib ketamiz? Bu bir. Ikkinchisi texnika mana sizga bitta traktor bilan nimani narxini biling. Bitta nima olib beramiz, ikkita traktor olib beramiz. Hamma nimasini. O'shalar sizga pul topib kelish kerak. Tushunyapsizmi? Obodonlashtirishda o'ziga pul tushishi kerak xatdan. O'zi xatdan yashaysiz. Shuni hisoblarni olish kerak.
Boshqa nimalarni ham hisob kitobini qilib, obodonlashtirishni oddiy texnikasini yaratish bilan taklifim o'sha binosini srochni olish kerak. 30 gektar joylar bittasi sport kompleksi qilaman deyapti, 30 sotik joy. Shunga beramiz, ketarcha qilib cho'tib qilaman. O'sha yerda gaz nima lageri orqasida sport kompleksi bilan obodonlashtirish binosi bo'ladi. Yo'lni bo'yi normalniy joy. Ma'qulmi sizga yo'lni bo'yi? Yo'lni bo'yiga shart qilamiz. Bitta ham nimasi yo'q. Bolta, tesha, ketmon, petmon nechta kerak bo'lsa. Tushundingizmi? Nechta kerak bo'lsa, 100 tadan ketmon, 100 tadan lapatki. Nimada ishlaydi bular? Shipirgini qayerdan oladi? Aslida savollardan biri. Avval ishlashga sharoit yaratib qo'yib, keyin talab qilish kerak. Lekin hali ko'rdim, ketmonlar ham chataq. Qayerdan oladi? Kim olib beradi? Shuning uchun siz hozir ketmonlarni men abrasizni olib keldim, o'zimiz g'azovni olib keldim. Arzimagan pul ekan. Ketmon oldim. 30 ming so'mga, mashinada turibdi. 30 ming so'mga ketmon oldim. G'aznovda o'zi usta temirchini oldim. Lapatga oldim. 30 ming so'mga. Zo'r lapat. Nimasi bor? Tesha oldim, bolta oldim. 5 ta narsani 100 mingga oldim. 5 ta narsa. 110 mingga ham oldim. Buni nimasini moddiy texnika bazasini to'g'ri berishimiz kerak. Keyin mana kecha avtoyo'lga ham aytdim, sizga ham aytaman. Yo'lingizni buzdimi, hech kim yo'lingizni buzdimi, hech kim haqqi yo'q sizni ruxsatingizni buzishga. Siz o'tkazadimi, gaz o'tkazadimi, farqi yo'q bu. Tok o'tkazadimi, siz bilan maslahatim, siz ruxsatingizdan keyin yoki shartnoma tuzib, bozor muayyanlar buzilgan yo'lda ular buzib ketyapti, narsiz ketyapti, boshqa ketyapti, buzilgan hashar bo'lgan. Mana sudga berasiz. Yurist sudga berasiz. Sizga yurist bog'lab beraman. Tushundingizmi? Men qarang, avvaliga. Mana necha yillik tajribangiz bor. Men sizni o'sha payozlar zavodda ishlaganingizdan boshqa qilishni bilaman. Endi sal boshqacharoq ishlash kerak. Sizga imkoniyat beryapmiz. Siz ana yurist bilan olmang, hammasini sudda o'tkazasiz. Shuningdek sudga berasiz. Ikkinchi masala shag'al. Shag'alni obodonlashtirish tasarrufiga o'tkazishimiz kerak. O shag'alni olib ketyapti, hech kimga bir tiyin pul to'lamasdan hozir yana sotyapti uni. Noqonuniy. Obodonlashtirish mana siz yozib oling daftarga. O'sha shag'al tosh karyerlarini obodonlashtirishni balansiga o'tkazish, tushundingizmi? Hammasini hisobiga. Hozir uchot bo'ladi. Ha u bir tiyin holatda mana karyerga gapingizni bo'laman, karyerda men borib ko'zim bilan ko'rganman. Men tanishlarim ham karyerda bo'lgan. Farg'onada ham bo'lgan, Toshkent viloyatida ham, Toshkent shahrida ham karyer bo'lgan. Karyerda chiqishda budkasi turadi. Mashinasiga qarab, qo'nisiga qarab, kvitansiya berib qo'yib, kvitansiya orqali chiqadi. Biz unaqa yo'q. Hammasi valvala kim nimani xohlasa qilyapti. Ana hokimiyatga balansga tushishlarni bunga pul tushadi. Bunga tushunadi. Eshitmayman. Yo'q, yaxshilab dinlab oling. Hozir karyerda borib, qatdan himoyalab, injenerizmdan borib ko'rib kelasiz. Birinchidan. Mana hisob kitob. Bitta shag'al 300 ming so'm. Yaqin o'rtaga Ravonga olib borsa. Agar buni Qalg'ataliga olib boradigan bo'lsa battan, u endi narxi oshadi. Biz endi o'rtacha tonasiga qarab, o'ta chiqishida u farqi yo'q. Keyin uni shopirga olib. Eshitmadi. 300 ming so'm yo borib beryapti. O'zi olib borsa bo'ladi. Mana 300 ming so'mga otyapti. Xullas bir kunda 200 ta mashinada shag'al ketyapti. Hozir noqonuniy. Hisoblaying, 200 ta mashinada 300 mingdan. 60 million. 60 million. Bir kunda. Bir kunda 60 million. 60 million. 60 million aka. Pul yo'q ketyapti. 10 kunda 600 million bo'ladi. 1 milliard 800 million bir oyda. 1 milliard pul tushganda ham 20 mingni oylik qilganimda ham 5 ta odam ishga qo'yib. 20 mingni oylik qilib berganda 100 ming ketadi. 10 milliondan qilib bersam oylik 10 ta odam ishlataman. Zato menga 900 million so'm tushadi. Mayli 800 millionda o'tirasiz.
tushunyapsiz? Shuni zudlik bilan mana siz ilhom aka tushunyapsiz? Tushunmayapsiz. Bu obodonlashtirishni nimasiga, moddiy texnikasini rivojlantirishga nimaga ham tushadi. Shuni ikkita masalani aytdim. Zudlikni hamini ko'rib chiqamiz. Qarorni o'zgartirib, qaror qilmagani uchun hozir mana unga men joyni berdim, sotib oldik nimani. Shirkatni binosini sotib oldik. Shunga ham pul tortyapti. 1 milliard 1 milliard 1,5 milliardga ular sotib oldik. Faqat remontini ham o'zi qilib beradi. Shu 1,5 milliard ichida bo'lgan remontni ham shuning ichiga. O'shani hisobidan biz pulimiz bor-ku. Hali pulimizga tasadduqni qaytarib olamiz unda. Bunga beramiz. Xo'sh. Tushunyapsizmi? Buning ichiga bitta kitob maqolani qilsa ham bo'ladi. Sabag'ay. Buni o'ylab ko'raman. Mana oddiy hisob kitoblar shuni ko'rsatyapti-ki, hozir Hoji aka, siz ham biznesmen olasiz, qarab qo'ying. Siz ham mana moliyat shu biznesmen. Shag'alga bepul olyapti mana. Shag'alga bepul olib kelyapti. Ani yo'lchi. Lekin u pul yozyapti unga 500 mingdan. Har bitta mashinasiga. Bepul olyapti hatta. Qattiq oldi shag'alni degan savolga javob yo'q ularda. O 500 ming narx qo'yapti unga shag'alga. Bu qarorga savol bo'ladimi? 100 kilometr joyda asfaltni shag'alni qattiq olding degan savol bo'ladi. Necha pul olding shag'alni? Ikki dunyoda bepul demakdir. 500 ming yozyapti, tushunyapsizmi? Shuning uchun zudlik bilan hamma ichki yo'lda sizga kirganligi inobatga bu shag'allashtirish birinchi navbatda bizga eng dolzarb masala bo'lganligi uchun sizni balansizga o'sha yerda olish bo'yicha tezda qog'oz qilasizlar. So'q uchun alohida protokol chiqartiraman. Mumkin bo'lsa ham toza daryomi degan tashkilot bor ekan, ular qiladi. Bu bizga kerak emas. Pul biz byudjetga tushadi bunga. To'g'rimi? Tushundingizmi? Sizga mana katta mas'uliyat, mana oxirida sizni katta nima qilib buni qo'lga qattiq olsak, ekologiya o'yin qiladi, ekologiya ham tog'ni polni kesib oladi. To'proq toshni. Uni joyga olish kerak. Kestirishni to'proq. Tog'ni yarmi yo'q. Buni olsotyapti. Shuning uchun qonuniy nima qilish uchun hozir o'sha hozir nimaga ekologiyani jalb qilib berasiz, bolani yoshlar. Ularni injenerlar o'zingizdan qattan shag'al oladi, qattan hisob kitob qiladi, hamma yoq hisob kitob qilib berasiz. 10 kun ichida o'zingizni balansga olasiz. Tushundingizmi? Savollar bormi bu kishiga? Ruxsat bersangiz. Qilingan ishlaringiz shu qabristonlarda, ziyoratgohlarda olib borayotgan obodonchilik ishlaringiz ta'sirida bo'lgan. Qoniqarli borib bizlar bilan ham yani qo'llayotgan janozaxonada va shifer bilan o'tkazilgan uchrashuvlarda shiferlarga yordam berilgan. Xalq kuchidan bo'lgan aslında davlat tomonidan olib berilgan bu xalq e'tirofida. Yana bitta hozir iltimosi bor, o'sha yangi rekonstruksiya qilingan pastdagi Sarkanama Hazratlar o'rtasidagi qabristonning yo'lida 100 metrlarni shu o'tgan yili asfaltlar beramiz deganimiz o'shada tezlashtirib, bu yerda asoslashtirish shu nimaga qo'ysak yaxshi bo'ladi. Beton qo'yadi. Betonmi? Betonmi asosan. Hozir mana hozir juda topshiriq keldi ichki yo'llar bo'yicha. Hammasi hisob kitobini qilasiz. Mablag'larni so'raymiz, qilamiz. Lekin bu yaxshi masala ko'ryapmiz. Haqiqatan obodonchilik bu insonlarni zebu zinnati deydilar. Biz hammamiz hali aytganingizdek o'sha mazor bog'larga agar nasib qilsa yetib boramiz. Bu Xudoning amri bilan bo'ladi. O'sha yerda ikkita, uchta mazor bog' bo'lsa, bittasi Qulfi Zanjir Kisho degan mazori bor. O'shanda Anvarjon Ibragimovning xizmati juda katta. Ichkari shu boshigacha ham asfaltlashtirishga yordam berishdilar, ko'klamlashtirishga ham yordam berdilar. Butun o'sha yerda qurilish bo'ladigan joylarga ham yordam berganlari tahsinga muvofiqdir. Hozir endi ikkinchi shu mazor bog'ga aytganingizdek Ahmadobod deb mazorni boshlayapmiz. Hozir 1,5 dona hali shlaka blok boshqa narsalar, archalar olib borib beryaptilar.
Endi agar 140 ta inson bo'lsa bu yigitni quliga agar bizga yana yordam qilsalar, o'sha mazorbog' obod bo'ladi, butun xalq xursand bo'lib ketadi. Men sizga shuni aytmoqchiman. Faqat savol bormi? Manda yo'q. Faqat mana aka nima bo'lsa ham qarib zo'ram yoshlarda ishlayapti. Mana shu Turdi mahallasiga buni qaribmen. Turdi mahallasiga oldin qurgan janozaxonamizga haqiqatdan yordam tekkan. Mana shu yaqinda yana boshqa bittanlar kattalar borib qurdik, yig'ini urib berdik. Haqiqatdan o'sha yerda ishlar bo'lyapti hozir. Mana yaqin kunlarda o'sha beklarni men kelib aytdim Anajon akaga, Anajon aka aytdilardi, men shu obodonlarni to'g'rilab 180 ta shifri yordam qilaman sizlarga deb va'dalar Xudo xolasa shu Anajon aka shu yoshlarni tarbiyalab, yonda atroflardagi ishlatagani yana suvimiz jannat makon bo'lib ketadi deb o'ylayman. Sizni yaxshi ko'rishar mana bilaman ishlashini. Endi ishlagan bilan qattiq yana ishlash kerak. To'g'ri. Hozir mana moshinangizni aytasiz, men mingta shifr olaman hozir. Mingta shifrni sig'ar, qana mashina sig'adi mingta shifr. Ikkita kamalga sig'adi. Mahallaga sig'adi, 1-200 ta. O'shaga tushib turasida hali nimalarga yo'q. Birinchidan qabristonga nimaga qilib uyga qilamiz. Hozir mingta bizni hisobimiz. Rahmat. Kam bo'lmagan. Mana shunaqalar o'sha 500 hammasida joy turadi. Sizlar bilan sank qilmaysizda. O'sha nol ishlatib o'sha yo'q. Ya, o bergan. Mayli beramiz. Buni beramiz, atak olib borib berganda men yerim qo'zatgan, olib ketsin deb bu kishi 3 marta kelgan o'shanda. U qaytundan keyin olmagan, o'zi buni janjallashganman-da men. Berib turib olib ketsin deb aytganman. To'g'ri, bankomatdan 100 ta olib ketgan. Men uni janjallashgan odamga yana qaytadan 100 ta olaman bunda. Sebzot raisi kelib ma'lumotman olib ketgan. 2 marta. Ikkovsini ham berganman. 2 marta, 3-chi marta bermagan. U sizga da, menga ishonaman. Mencha hisob kitobim joyida. Kallam borda buni yozib olgan ekanman deb. Hozir matn ko'rsatib berishim mumkin. Xatolar ta'kidsiz qo'ying. 28-aprel 2021-yil kuni 97 ta shifr jo'natgan ekanmiz. Qushog'ga. 3-may kuni bankomat olib ketgan. Janjalni 100 ta shifr 6-may kuni yana yaxshilikni olgan ekanmiz. Berib turib, keyin borib turib, manatdan nimamiz 100 ta shifr Zokirov Alisher olib bergandan keyin 100 ta shiprni shuni o'tkazib olgan ekanmiz. Ostonasida 97 ta olganmiz, 97 6-may 100 ta olganmiz. Undan keyin tom 3 ketganlarga. Keyin manatdan Zokirov Alisher manatdan o'zidan shifr olib berdi. Shuni jo'natib olganmiz. Lekin siz nima qilib darma berib, bu kishi ikkilar nasib uchun ijtimoiy hozir berib berish mumkin. 4 million pul bo'ladi 100 ta. Hozir 4 millionni boribchi. Pastga tush. Buxotarga. Shuni olib borib, Nazarboyev degan top qo'lga berma 100 ta shifr. 4 million emas, 3 million qancha bo'ladi? 4 million pul men nomimdan debdi. Men oligim o'shanga ber. Ber hozir. Biz shundan qarz bo'lmaydi. Atak qazbasmiz dedi. Hisob kitobimiz joyida. O'shani beramiz. U sizdan so'rayotganini bilaman. Shu hurmatda. Hozir borib berib qo'ying. Xo'p. Siz tushundingizmi? Mingta shiprni olib kelasiz. Lekin mana bu 6 milliard 200 millionni qurib emas. Tiyinga ko'ra olaman. Hozir ishni to'xtatish kerak. Umuman harom qilgan mana tomonlarda ham pachaqani chiqarib olib, trotuarni qarang qilgan. Bu Madikor bozoridan chiqib turib, umrida stiacha qilmaydigan odamlarni olib kelib, stiacha qildirib.
Mardikor bozorda bu lazım jinoyat qo'ygan. Texnadzor ustida turish kerak, yo'q texnadzor. Kelmayapti. Har bitta qilayotgan ishini nazorat qilib turish kerak. Men kecha o'zi kelib, e'tiroz qilib ketdi. Endi savollar bormi? Assalomu alaykum. Shu davlat qabulxonaga ko'p yordam berdi. Ishlar davlat sendan o'ladi. O'sha yillarni katta qilib o'zimiz 100 berdi. Bo'lmasa bitta hammasini o'zimiz qilyapmiz. O'g'illar hech kim yo'q istayapti. Aytib turishdi bo'lsa. Yana 300 metr yo'limiz to'lash kerak. 300 metr qabristonlarni yo'limi? Bo'ladi. Desam bo'ladi. Qabriston yo'llarini qayab chiqinchi asbalni betonmi qilamiz. Qabriston bo'yicha bo'ladi. Tak, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari. Bu so'zni eng og'ir nuqtamiz ichimlik suvga beramiz. Marhamat. Azizbek, Fasxonjon, Azizbek. Qo'lcha qaribdi bechora. Assalomu alaykum. Hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari. Suv tumanida aholining ichimlik suv ta'minotidagi muammo va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-avgustdagi 2020-2021 yillarda Farg'ona viloyati Suv tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 98 sonli qarori asosida tumanimizda 2022 yil 1-chorak davomida ichimlik suv ta'minoti tizimida quyidagi ishlar bajarildi. Qalacha, Sohibkor, Tul, G'aznov, Bemburg, G'ovon, Istiqlol, Navobod, Sarikanda va Suv mahallalarida 1-chorak davomida 30 km yangi ichimlik suv tarmog'i tortildi. Qaysi mahallada? Qalacha, Sohibkor, Tul, G'aznov, Bemburg, G'ovon, Istiqlol, Navobod, Sarikanda va Suv mahallalari. Jami 1-chorakda 30 km. Bu yilmi? Bu yil 1-chorakda. 2022 yil 1-chorakda. Burada tuyadimi opa? Lemurda tugadi, kecha suv minorasi keldi, o'rnatyapti. Ravon asosiy yo'l bo'ldimi? Bo'ldi, bu tomonda. Bu tomonda yo'q, hali qo'llanmagan. Qo'llanmagan. Qo'llashimiz kerak. Bu tomonda Tomondan bo'ladimi? Yo'q, asfalt bo'lyapti, buni qo'llash kerak. Asfalt boshida. Ya hozir ko'ylasa nima qiladi asfalt? Yo'q, aylanmasiga kalsivoy o'q chiqargan. Kalsivoy. Bitta haligi aloqani shisha tolasi bor edi. Shuni bilasizmi hozir ikkita kichkina 100 metr, 200 metr ko'chada asfalt. Lekin hozir bu aytyapti, mana aylantirib bu mahallani kalsivoy. Baribir to'g'ri kelmaydi. Keyin qo'llash to'g'ri keladi. Ko'ylasa hozir ko'ylatish kerakmi asfalt emas. Kabel bor. Kabel bor. Kabelda shisha to'g'ri. Shisha to'g'rini bor, bu territoriyadan o'tgan. O'sha kabel yarim metr joyi bor, qisqa joyi bor, qo'llasa bo'ladi. Asfalt qo'yishga kerak. O aylantirib kelmoqchi. Aylantirib bu mahallaning bir tomoniga suv bera olmaydi. Qo'llashga majbur. Yani anaviga bu kabelni mashincha qilib ko'myapti. Nimani? Elektrlar. Yomg'ir yog'sa boshqa o'zi to'kiladi. Sizni ko'rib oling, bu kamida 40 santimetr pastda bo'lishi kerak. Bu mashinchada ko'mib ketyapti. Bittasini ko'ylarda ochib,
To'xtatinglar. Yozma, bo'lmaydi yozmayinglar. Mumkin emas u. Ochiqchasiga anaqa berib qo'yibdi. Ochiqchasi. İkinci yerini çık biraz oradan. Hadi yani. Obishisor hududida Ravon, Istiqlol, Yangiariq, Navobod, Oftobruh mahallalarida yashovchi 2700 ta xonadonning ichimlik suv ta'minotini yaxshilash maqsadida 2 dona sig'imi 500 kubali ichimlik suv inshootida qurilish ishlari bitkazilib 2 kilometr yangi tarmoq tortildi. Hamda Zangar, Chumoqchi, Demusa, Guliston, Mulgon, Suv, Qala mehmonlarida yashovchi 3000 xonadonning ichimlik suv ta'minotini yaxshilash maqsadida ushbu hududda qurilgan yangi 2 dona sig'imli 500 kubali ichimlik suv inshootida qurilish ishlari olib borildi. Suv ham yerdan g'ajib suv hozir Sarikanda mahallasiga berildi, keyin Lemburga berildi. Suv berdim. Lemburga berildi, haligi Tevadagi pastki mahallaga yangi nimadan berildi. Ben bularga yechmayman. Viloyatiga ham aytdim, respublikasiga ham aytdim-da. Men markazda yashayman. Mana hokim hammamiz markazda yashaymiz. Men birinchi markazda chiqib desam bo'ladi. Yo'q, haqiqat bo'lsin deyapman men. Birinchi so'z aytyapman sizga. Qadam bosgan joyi shu Shalpobod. Suv yo'q tomonda, suv yo'q. Malbut. Birinchi mana markazda bor, Lemburda bor, G'aznovda bor, boshqa joyda kam turmusi ham bor. Haqiqat bo'lsin. Birinchi yo'q joydan beringlar deyapman. Hikmat aytibman, yana titkilab to'g'ri qo'shaman, titkilab kelyapsizlar. Bironta joyda 2 yildan beri suv berganlaringiz yo'q. Mana hozir nimaga bergansiz, Lemburga bergansiz. Lemburda bor edi suv. Yo'q joyda bor edi. Ozgina ber, mana bu nimalarga ber. Mana birinchi boshda hammasini chala-chala bergan bo'lsa kerak. Bu viloyatda ham hammasi va'da berdi, vazirlik o'rinbosari ham va'da berdi, suv beramiz dedi. Qani? Bunda yo'q. Yangi liniyadan bergan. Yo'q, istiqtaniya yo'q. Evet. Bu davlat sizga 108 milliard pulni shaqalatib sanab berdimi? Uni joyiga qo'yish kerakmi? Ertaga sizga nisbatan ish qo'zatadi. Nega sizga ish qo'zatadigan bo'lsangiz, men buni nastoyat qilaman uni rahbarlarga, qamoqqa olishga. Har bir qo'zatilgan jinoyat ishingizni qamoqqa oladi. Ana o'shani ko'zovchilarda yetkazilgan moddalar turli. Yo'q, birodarlar, bugun 2 yildan beri suv yo'q. Beringlar suv yo'q joylardan boshlanglar deyapman sizlarga. Ma'lumotdan boshla, ana Hushyordan boshla, Shalpoboddan yo'q suv yo'q. Muammoni to'g'ri yechinglar. Sizga yer ajratilganmi? Binoyingizga? Ajratilgan qolib ketgan. O'sha aytgan joyga qilaman deyapti. Qilaman deyapti. Ajratib bersinlar deyapti. Yo'q, hozir ajratish shart. Yo'q. Obishisor suv inshooti qurilayotgan joyga aytyapti. Yo'q, bu tomonga kelishda otalar choyxonasi bor, o'shani ichi tevaroqda. Qanaqa bo'ladi, to'xtadi. Tevaroqda. Ana daryoni bu tomonini aytyapti. Bu tomon. O'sha otalar choyxonasini qatori. Bu tomon bo'lmaydi. O'shanga u odamlar borib so'g'ay yog'da anaqa man sverkasiga boradi, boshqasiga boradi. Hokim aytadi. Sarqojon, mana bu sessiyamiz 51 bo'lsa, shu 53 sessiyalardan 20 tasiga suv masalasini qo'yganmiz. Lekin hozir mana shu hurmatli sektor boshlig'imiz aytganidek, Hushyor xalqi, Qizilqiyo xalqi suvsiz o'tiribdi. Xudoga shukrki, Xudoga ming qatla shukrki, uylarda hovuzlar qo'ygan. 12 kilometr kovlab turbalarni qo'ydilar. Uylarga olib kelib sirchochiq qo'yamiz dedilar. Xalq juda xursand bu masaladan. Lekin ikkita skvajdan mana hozir bittasini borib ko'ring, 10 litr suv oqyapti. Oqyapti. Ikkinchisini qo'ysangiz 8-10 litr oqaydi. Agar qiladigan bo'lsalaring qilinglar. Qilmaydigan bo'lsa, minorangiz mana shunday turibdi o'rniga. O'shanga olib borib suvni qo'yib bir xalqqa beringlar. Biron mashina suv Hushyorga bormaydi. Suvdan.
Bu qanaqa gapirmi? Gapirsak yomon ko'rinsa, gapirmasak jonimizdan chiqsin. Nima qilish kerak endi? O binolarning sig'imi qancha? Sig'imi 25. Hop, ana 10 litrlik suv qanchada to'ladi o'shanga? 10 litr 15. Ben o'zim ko'zim bilan ko'raman, qult bosgan suvlar. Ko'rgan bo'lsa, nimaga bitta mashina bo'lsa, traktor o'sha 24 tonnali mashinani ikkita rais bilan shartnoma qilib turib, mana olib kelaman. Bir marta kelasa, nechtasi 24 ton, nechtasi hovuzini to'g'ri bersang bo'ladi, to'g'ri? Ay haqiqatda suv quritilyapti. O'sha boshidan normalda 5 kun 10 kun o'tgandan keyin o'sha quritlash to'g'ri. Yo, nimaga bo'lmayapti degan savol. Men ko'p hali boshiga ham nimaga bo'lmayapti shu? Bas qilib nishad ino qamoqda shuni. Joy obdor barafta istadigan ino. Ob boshad hamja barobarda tiyam men xalos shavam. Neki beob joyha murdalar nega. O ikkita sirash yonma-yon. Yine mer gap joyashasi yerda uzr hokim mo. Bu narsani bir tagga yetish kerak. Bu xalq qachongacha chiylaydi? O'sha suvingiz yo'q. Bizni hokimlar, bizni mehmonlar bizga bormayapti. Hamma xalq xafa bo'lib turyapti. Suvni chiqarib beringlar, mardum ichsin. Hozir chiqyapti, mana 10 litr chiqyapti. Borib ko'ring yana. Biz nima xalqning vakili bo'lib baloga qoldingmi? Haq deb so'kinadi. Haq deb nima qilyapsizlar? Nima qilib yuribsizlar? Kimsizlar o'zlaring? Hukumat mana bir so'zim bor. Haqiqatda bu Farxonjon bir tashkilot ekan-ku, bu tashkilot nomiga tashkilot ekan. Aslida men faqat biroz texnika yo'q ekan bunda. Asl usulati yo'q ekan bitta. İdorasi ham yo'q ekan. U 100 hozir rais aytdiki 110 milliard pulni sana oldi deyapsiz. Bunda bo'lmasa men so'palasam bir Farg'onalik bir boy ekan. Murodmi nima? Tashkilot boy ekan. Ha, mo'min boymi nima? O'sha tashkilot bor ekan, u har qismda ikkita odam tashlagan ekan. Hali hukumat pulni ham mana shu savdogarda aytyapti-ku, mana savdogarda aytdi, mana shu birinchi kvartalda bitta traktor dunyo qilgan yo'q, qovlagan yo'q, mayli, eskisini kirgizgan bo'lsa mayli yo'q. Tul qancha xazob hamma yoqni buzib yuborgan. Mana shu suvda qanday buzilgan bo'lsa, kolonizlar qovlagan, u xohlasa ishlar ekan, xohlamasa ishlamas ekan. Hamma xodimlar ham o'ziga qarashli odamlar ekan. Nazorat yo'q. Aziz bu borib aytsalar, qilamiz deyapti, mana aytib, hali aytganda ko'chaga chiqmay mana rais bo'ladi. Suv qachon keladi bular? Bu suv bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Mana mani mahallamda o'ziga savdogarga 3 yil bo'ldi. Hukumat boshlig'iga 3 yil bo'ldi. Mana sovuqqa boshlagan, mana hozir o'sha tashkilot yarmini kovlagan. Nima qilgan? U kuni aytdiki, men kovlab, yo'q kovlamaydi dedi. Yuqori mahallani bulasan, hamma ishni bitirasan, o'sha eski liniyaga qo'shasan, bungacha bizni mahalla suv ichib turadi, keyin bizni boshlaysan dedimda, oxiri shuni aytdimda. O'shaning uchun men iltimos qilaman, shu Farxonjon yosh kadr asli buni barcha texnikalarga texnika bo'lish kerak. Hozir hamma suvda muammo suv, asosiy suv. Hamma qishloqqa bo'lsa suv masalasi. O'sha uchun iltimos sizlar shu Farxonjonga yordamlashi texnika masalasi, boshqa nima qilaringlar. O'sha asli o'sha kartasini to'g'ri, Nevataka degan bitta odam bor. O'shani chaqirib oldingizga chaqirib bir yaxshi topshiriq bering. Yo'q qiladigan bo'lsa qilsin, yo'q qilmaydigan bo'lsa boshqasiga berishni qilsin deydi. Bu ishdan ketdilar. Oddiy ishchi. Yo'q asli deymanda. Hamma jamchilik avlod bir to'g'risi. Xushbaxt yana bir narsa bor ekan. O'sha Texnazordan kimsa injeneringni zakazchik texnazori ishlamayapti. O so'qlik yaxshi Namanganda, Andijondan kelgan. Ana hozir mana to'g'ri universitet qilyapti. Bizga ham shu masalani qo'yapti. Suv qachon chiqadi? Shuning uchun hozir nima qilish kerak? Sektorda darmonni bitta sektor, bitta mahallada qo'yilsa, keyingi mahalla, keyingi bir plan yo'q. Rayon 80 ming aholi hamma joy sarson. Hozir ana ko'chada asfalt deyapsiz, asfalt bu tomonni o'zi asfalt qilyapsiz. Buni qachon qo'yadi? Ana shu o'tgan yili yetganni 700 ularga.
Aynen. Mana bu tomonni endi qo'llaydi. Hozir mana deputatlarni rasmini olasiz. Deputatlarni mana siz yozyapsizmi? Hamma joyda bizni baynon eng og'ir nuqtamiz deyapman. Qaqa bo'lsa xuddi hali biz binovatda nima qilib chiqdikmi? O'shuning uchun hozir mana deputatlar nomidan xuddi kechalik Murg'ondagi mani ko'rib rasmga oldik. Shunday kelsa, yangi qilingan nima? Qilib hamma o'tishyapti. Bu nima kerak nima? Boshqatdan bilasan nima? Bu pulni nisbatan davlat pulini shipirib beryapti. Shuning uchun Usmonjon siz yig'ilishga borishingiz kerak. Hukumat ruxsat bersangiz, Senatdan ham bizlarga topshiriq bo'lgan har bir deputat o'zining hududida ichimlik suv bo'yicha ma'lumot yig'ib berishlarini so'rab, действительно bu 3-yil ketyapti. Bu odamda sapojnik Besabog deydi, mana shunaqa holat kelyapti-da. Faqat bugun mana shu sessiyaning qarorini ilova qilib boshqarmasiga xat jo'nataylik. Agar qolsa qoldi, bo'lmasa keyin Senatga shu hozir so'pin deputatlarning xatini inobatga olib, sessiyaning protokolini formasini yuborsa bo'ladi. Mana shu biri O'ralib Murod Qulgon yo'li hozir qaror sessiyadan deb qarayman, hamma gaplar video viziy qo'yadi. Hozir yozmasini ham beramiz, hozir video vizman. Video viz shunchalar. Mana zapsi bor. Zapsi bor. Remont ketyapti. Agar bu texnik baza bilan ta'minlanmasa, keyin bizlar hammamiz o'sha doimiy komissiyalar nazarlarga senatga qabul qilamiz. E'tibor bo'lmayapti. Shundan ular oldimizdan o'sha telegramda bu idorat bo'lmaydi. Bu qonun idorasi odamlarga dasturni joy bo'lish kerak. Bu devomli ichkariga ketmaydi. Bitta joyni qilishimiz kerak. Qattiq qilamiz. Ularga bitta nishota rejalashtirilgan bitta kompleksni bitta bino qurish kerak. Hamma qo'rqindachilardan bir yil o'tsa, odamlar qo'rqib qolgan degan. Bir joydan masalasini hal qilib bergan nishota shuni rejalashtirib bitta joyga markazga shuni qilib binoni olib berishimiz kerak yo bitta bino qurib berishimiz kerak. Sababi kompleks bo'lsin. Ammo buni alohida qilish kerak. Sababi buni texnikasi bo'ladi, turbasi bo'ladi, boshqasi bo'ladi, ombori bo'ladi-da. Buni alohida qilish kerak. Vaqtxo'zni qo'shib qilaylik, men hayolimga keladi, vaqtxo'z bilan birga qilaylik. Vaqtxo'zni ishi boshqada, buniki boshqa. Qayerda? Ertaga chiqasiz o'tadi. Ular 11-kunimi? Ana Toshkent, bugun 9 o'tiring. Men ham bilaman, 11-kuni dars boshlanadi. Ertaga 10. Ertaga chiqasiz, yetib borasiz. Hozir eshitdingmi? Endi hokim o'rinbosari bor. Men ham chiqib qolaman. Hozir chiqishga bilaman. Xonadagi ko'rmaslikka men o'zim kompyuterda yozaman. Shuncha deputat, shuncha nima texnikaning o'zi 98-sonli qaror bo'yicha biz 4 ta texnika olib berish kerak. Ana unda 24 tonnalik texnikani olib berdik. Mana buni gaplashasiz. Yo'q, men o'sha kuni aytdim, 24 tonnalik texnika sizniki bas. Qarorda borasiz. Men o'zim borib olib kelganman 24 tonnalik. Unga umuman uni daxli yo'q. 24 tonnalik texnikani mana bosh vazirimiz prezidentimizdan so'rab, men nima qildik, keyin berdilar o'shani. Uni xohlasa boshqa tashkilotga berish mumkin edi. Sanalg'ida men o'zim sovuq oyga ichimlik suv, imminda Qushog'ga mo'ljallab 24 tonnalik. Tushunasizmi? Bitta borganda ancha-muncha joy sug'orib keladi. O'shanga nima qilingan? Lekin 97-98 prezidentimizning qarori bo'yicha 32-bandida 4 ta texnika bilan avariyaviy mashina, avtokran,
Samsung bitta ekskavator, yana bitta traktor menimcha. Texnika bilan ta'minlash ular majbur. Avariyaning mashinasi borgani mikroavtobuslarni qilib berish kerak. O'sha hozir chiqib yozamiz. Конечно, hozir sapojnik без sapojnik to'g'ri bo'shib berib olga yalchmaydi. Ular qatta mana kecha sohibkordagini nima deyiladi? Chiqdim-ku senga qatta ma'lum beraman o'shani o'zim yonimdan. Endi gap endi qachongacha yonimdan oladi? Ular. To'g'rimi? Hozir qatta gaplashamiz, hozir vazn qilamiz. Kecha kelganda Qushorga bordim, men Qushorda nimani aytdim? Bormadi. Bormadi? Aytdim, siz ba'da qatnashmaysiz, sizni keragingiz yo'q ba'da. Qushorga boring, xalq oldiga. O kecha va'da berdi, men kelaman, bir hafta siz bilan yuraman, qatta muomala qilib dedi. Lekin men 2 hafta o'tib ketib kelaman. Kelgan bilan kirmayapti. Bular o'qimdan oldin chiqib ketadi. Dekabrgacha to'liq suv bilan ta'minlab qo'yiladi. Mana dastur. 2022-yil dekabrgacha butun suv bilan ta'minlab bo'lasizlarmi? To'g'ri savol beryapti, siz aytingda man bu kishi gapirdi, man nima bo'ladi degan. Endi Ramazonda ho'g Quruxon nishon. Tak, mana hozir bo'lmasa, mana ichimlik suv ta'minoti bo'yicha So'x tumanida amalga oshirilayotgan ishlarimizni qoniqarsiz baholaymiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2020-8-avgustdagi So'x tumanida 2020-2021 ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorining 32-bandi hozirgacha bajarilmay qolayotganligi alohida ta'kidlab o'tilsin va Farg'ona viloyati suv oqova boshqarmasiga shu nima yozma ravishda berilsin. Texnika ta'minlash ijrosi bo'lmaganligi uchun. Muddat bilan 10 kun muddat qo'yib turib, misol uchun berish kerak. 10 kun muddat. Mayli 15 kun muddat. 15 kun muddatda So'x tumani deputatlari kelib axborot berishingiz shart yozib qo'yamiz kerak. Hozir o'zim yozaman. Shularni uchun mana sizda suv ta'minoti juda qiyin bo'layotgan nimaga ovozingiz xalar kelgan bo'lsa, o'sha yerdan Qushorga suv yuklab ovozingiz qancha sarar ketadi? Bitta qaytib kelganing. Qancha ketmas? Yo'q, borishi 30. Qaysi 30? U haligi padamor ko'p yerda. Mexanikamiz bilan. Shu Japayaga 70 litr bilan bo'ldi. 70 litr bilan. Japaya borma. Japaya nima qilasan? Sana Qushor bilan Malbut tutinch. Umuman suv yo'q. Shuning uchun mana buni yoqilg'isi masalasini qattiq hal qilamiz. Bu yoqilg'isi o'sha hafta ustidan bo'lishi kerak, lekin nima ba'zi fonlardan biron-tona salakaga pul beramiz. Hafta ichida sizlarga. Menga aytdim, bir 2 tonna salak olib beraylik, sarflab qatnab tursin. Lekin qonun bo'yicha bular pulli qilishi kerak. To'g'ri, aholiga sotib o'sha mashina shofyorga oylik chiqishi kerak. Keyin o'sha mashina o'zini o'zi atrofida qoplash kerak. O'zi shunaqa ishlash kerak. Ungacha biz yordam berib turamiz. Sen shuni ishlaginki, hop mana misol uchun Jarpiyada 100 ta parning bo'lsa, bir oyga 50 mingdan suvga to'lamaydi. To'laydi 5 million pul tushadi. To'g'ri? 5 million pulga oylik bo'ladi, salakasiga yetmay qoladi. 100 ta salakka qancha bo'ladi? 100 ta salakka 1 million bo'ladi. Bir tonnasini misol uchun 10 million. Bir tonna bochkani suv bilan to'g'izib berishga misol uchun 50 so'm 50 ming bersa olmaydi hech kim. To'g'ri, endi olmadi. Bir tonnani. Mashinasi bu yoqqa olib kelmaydi, o'sha yerda turadi, rasm bo'ladi o'shanda.
Cho'lga qo'yasam o'sha. lekin hushyorga salargani hisob kitob bilan ma'lumotlar hushyorga shuni berib tursak, uni ham oyligini qilib berish kerak. Bir kun mana har kuni borib beryapti, to'g'rimi? Yo'q. 24 tonna bir marta bo'lsa, ana oddiy ana Suvoqovaniki 2,5 tonnami? Sizniki necha tonna? 2,5 tonna. 208. Bunda pasti 10 barobar ko'p suv bor ekanda. 10 barobar. Hozir chiqarib salargasini nima qilamiz? Savollar bormi? Nasoslar nima bo'ladi? Shifoxona. Savollarga nima? Binoni qurib qo'yganmiz, gazisi ham bor, mehmonxona ham 240 o'rinli oshxona ham qurganmiz, hamma yoq tayyor, faqat suv tepadan hali suv minorasi bor va hali harbiylardagi 15 truba bilan 1 yildan beri so'rayapmiz o'zingizdan, hal bo'lmayapti shu. Ular bermayapti? Ular bermayapti. Ya beradimi, bermaydi. 15 So'radim. Hamma to'lovni qilamiz, shu uchun qo'yamiz. U hozir mani hisobimda basta u, men unga egalik yo'q. U mani balansimda emas. DSB berishi mumkin, ularniki sal qattiqroq u bermasligi mumkin. Hozir so'raymiz. Berish mumkin bo'lsa beramiz. Savollarga Respo, hozir siz shu masalaga qoniqarsiz deb baho berishni taklif qilyapsiz. Qoniqarsiz degan endi tushunamiz. Kim aybdor? Aybdorga qanaqa chora ko'rish kerak? Buni ham bir xulosa qilib o'tishimiz kerak. Rahmat. Aybdor kim aybdor degan savolga mana misol uchun prokuratura bor. Prokuraturadan qachon sudda o'tganda aybdor bo'ladi. Bungacha mana surishtiruvni kishi o'tkazadi. Aybdor qachon bo'ladi? Qachonki sudda o'tib aybdorlanib bo'lgandan keyin aybdor bo'ladi. Shuning uchun biz aybdor to'g'risida gapirmaganimiz shu. Boshqa narsani nazoratini tomondagi 76 ta bandni hammasini prokuraturaga berganman, bitta tekshiradi. Kim aybdor degani mana bular qonuniy bahosini beramiz. Bunga uchun hozir biz vaziyatni izga solishimizga suv bilan ta'minlashimiz kerak. Mana bular shug'ullanyapti. Hamma sohasi bo'yicha. Hamma soha. Men dakasa boraman. Mana shu og'ziga yerib berganlarga men aytib qo'yay. Hokimiyatni boshqani nima qilganlar bo'yicha juda qattiq boraman. Men oyoqlantirib qo'yay. Men o'zim boshladim. Shuning uchun manaqa har bitta bandi bo'yicha prokuratura bo'lgandan keyin qonuniy bahosi beriladi. Sababi sud hukm chiqarmoqchi biz ishlaydi deyapmiz. Qanaqa baho beradi, boshqa bo'ladi. Tomosha qilib turgan hamma javob beradi. O'tirib olib hali ertaga indinga, ya'ni chorshanbaga, ertasiga va'da beradigan va'davazlar javob beradi. 200 dan oshiq mani xatlarim bor, ogohlantirish xatlarim bor, mana sizga berdim. Ayni. Kim ogohlantirgan, qanaqa qilgan. Shuning uchun ungacha vaziyatdan chiqib ketish uchun siz hisob kitobini qiling. Texnikani hozir nimasini qilamiz. Shu o'rinda elektr bilan bog'liq masala ham bo'lyapti. Bitta temada ketyapti. Elektr tarmoqlari korxonasidan katta rahbar. Siz tayyormisiz? Navbatdagi elektr tarmoqlarini amalga oshirgan ishlar bo'yicha to'xtating. Hozir biz bu kishining ba'zini hisob kitob qilamiz. Suv masalasi demak, buni ham qaror loyihasi qilingan eng og'irlik nuqtamiz qoniqarsiz deganimiz haqiqatda qoniqarsiz.
loyihalarni amalga oshirgan gençler tarafga javob bermaydi. Eski tarmoqqa lekin siz javob berasiz. Javob beraman. Suv ta'minoti necha foiz hozir? Hozir eski tarmoq bo'yicha tumanda 40%. Farg'onada necha foiz? Farg'onada 70-80 bo'ldi. Oltiariqdachi? Toshtepa tumanida 19%. Demak, to'g'rimi? Tosh. Demak, nimani bizning 40% deyapsiz, 40%ni ko'rsatishga qatta suv bor o'zi. Pul qo'ydi. Sizni ko'chamizga tushsangiz uchun 2 qatta suv bo'lmadi. Nimada haqiqatan 40% eski nimasida bo'lishi mumkin soxta. Bor. O'shani san eskilarni qilib, bunlar bilan yangilar bilan o'zimiz gaplashib olamiz qonun. San eskilarni yurgizib turasiz. Yangi avlodni mana prokuratura ko'ryapti. Kecha hukumat men o'zim qurdim o'shanda. Biz mahallada undan biri yerda 500 metr kovlab keldi hozir. Kolodisli ichiga ularga 50 turba berilgan. O'sha 125 proyekt bo'yicha 125 magistral turba. Magistral turbadan 50 bilan o'qish kerak. 50 turbadan keyin 25 dan uylarga olib borib berish kerak. Uylarga tortadi. Hozir ular nima qilyapti? Hozir 125 qo'yib, qiramo 25 turba bilan kechim aytdim, nimaga bunaqa qilyapsiz? Mumkin emas degandi. Sen ha u tezroq chiriydi ekanmish hali. Hamma tezroq chiriydi. Aytdim, proyektda berilganini proyektda 50 turba bilan olib chiqqan o'sha kolodsiy ichida montaj qilib, deputat sifatida ishni kecha o'shani kursini ba'zi to'xtating, mana qarang. Siz bir xilga odamlar o'zi bilib oladi-da mana. Sizni vazifangiz u, qonuniy burchingiz to'xtatish. U palonchi kelib to'xtatib beradi, pistonchiga aytdim, qutulmaysiz. Ustida to'xtatasiz. To'xtatib turib, to'xtatdingizmi siz? Huquqni muhofaza qiluvchi organlar yoki boshqa nazorat qiluvchi organni chaqirish kerak. Mana bo'lyapti. Tushunyapsizmi? o'sha texnazori borib o'zi ko'rish kerak o'sha. O'sha texnazorda mana qarang, umuman texnazorda o'zi mana so'qli bo'lsa, to'g'rimi? Ko'rmaydi mana shu odam rahbarga bilgan odam narsani bilmaydimi? Bilmaydimi? Bilsa nimaga qaramaydi? Texnazor-ki bas. Ular mana hozir bularni boshqarimizga xat yozamiz, yangi avlodni nimasiga ham xat yozamiz. Shug'ullanamiz u bilan, hozir shug'ullanyapmiz. Bunaqa e'tiroflar aka menga sirazi aytish kerak. Sirazi joyga o'sha rasmlar bilan berasiz. Mana siz mana ko'pchilik tushunmayapti. Ko'p eski xomon qoz bo'lyapti. Qarang, moddiy yordamni pulini mahallaga tushirib olganimizni million marta aytyapman. Biz odamlar mana olib jo'natyapsizlar. Shuncha hokim yordamchilar nima? Neujel tushunmaysizlar. Pul yo'q hokimiyatda. Hamma pul 22 milliard pul nimaga chiqarilgan? Mahallaga. Bo'ldi u hokimiyat ijtimoiy yo'q uni. Kommunikatsiyasi ham pul o'shatda, nimasining puli ham o'shatda. Tushunmasdan mayga jo'natyapsiz hamma. Shuning uchun texnazorda bo'shib ish qoniqasiz. Umuman qaragan yo'q ekanda bo'lsa. Buni o'nni ham yo'q ekanda. Texnazor bo'ldi. Texnazorda ham chaqirib agar naqlinchi ko'rsatsinchi. ogohlantirib qo'yganmiz hammasini rasmiy. Yo'q, ogohlantirmas. Ishlarni qilaylik. Ertaga mana bitta mikroavtobus qilamiz. Birinchidan ziyoratgohlar ko'rib bo'lgandan keyin indinga mana shu qilgan ishlarni ko'rib kelaylik. Dilini ham tayyor qilamiz. Biz bilan ishxonasini ko'ramiz, uni qilamiz, qavatda ishlayapti. Uni ham biz xona qilib berib o'tkazib qo'ydik, xonasi yo'q. Nima qildi qaror bo'yicha? Javobgarlik masalasini ko'rib bersiz, tomondagi aybdorni so'zlar hal qilib, uni chorasi ko'rish kerak. Qilamiz, ko'ramiz. Rahmat. Demak, bu masala bo'yicha qo'shimcha hamma bo'lyapti. Qaror loyihasiga chiqamiz. Qaror loyihasida
mahsuloga shunday erinmasdan har bitta punktini qo'shib borish kerak. Raytlardan tushib qolmasin. Yer qaror bo'lib ketyapti. So'q qolish juda qattiq e'tirozlar bo'lyapti. Men ichimdan tushunganim mana xohlagan. Bu shu odamlar yomon tashlaydi suv. Suv qaridi, gibrdondan shu yerda. Yo'qsa o'zingni ham yeb qo'yishadi bo'lsa. Hali ochiqcha o'yin qilishganda bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmadi, monni tashlaymiz. O'zi nimani 10 litr suv beradi, mana o'zi 8 litr suv beradi. 8 litr 10 litr suvda qatga yetkazamiz. Qanaqa yetkazamiz? Shu noinsof katta nimani o'sha yerdan to'g'izib turib, kechqurun yarim kechasi ishlarini qo'yib qo'ysa, ertalabki to'ladimi, to'lmaydimi, 24 tonna. Bo'lmasa kerak bo'ladi. Bunga ilova hokimova Shuhrat Madaminovich 4 kilometr turba olib kelib o'sha yerga berdilar. O'sha kishiga ham rahmat. O'sha turbani biz daryoni bo'yigacha qovlab, mahkamlab olib borganmiz, boshigacha. Ular aytdilarki, yuqori mahallada hovuz qoblab dedilar o'zlari. O'shanga turg'izamiz, xalqqa berasizlar. O'sha turba shunday turibdi. Hech kimda ahamiyati yo'q. Hech kim qaramaydi. Men ataylab shuni bilaman. Ularni o'sha quruvchi tashkiloti qurib, o'sha yo'l chekkasiga yo'tkazib qo'ygan turibdi. Pastdan tashkilotida u hozir qahramon tashkilotdan ketgan. Qahramon. Xullas, hurmatli programmamiz ashni ko'rgansiz turbalarni. 3 milliard 600 millionga 2018-yilda suv chiqqan nimaga? Sug'orish. Nimaga suv bermaysizlar? 3 milliard 600 millionni men bilaman, men kelgan yilim sraz eshitganman. O'sha 2019-yilda men fevralda kelganman. O'shanda o'sha tortilib bo'lgan ekan, suv chiqqan kuni nimalarni janjallashib turgan, ulardan suv chiqarganmiz, bitmasa ham chiqarasan. Hozir o'sha 33 metr o'sha Qirg'iziston bilan sal mojaro bo'lib, o'shani qolib ketgan. Qolib ketgan degan, sanda yaxshi bilaman suv chiqqan joyda. Ben suv chiqmayapti o'sha yerdan. Chiqmagani shu yerda 3 ta mahalla bor, ikkitasi biz bilan umuman shartnoma qilmayapti. Men Qaysi mahalla shartnoma qilmayapti? Taqir bilan Sebzorda To'xtang, endi siz bilan qilmadi vaqtida o'sha masalalarni ko'rib chiqdik. Siz bilan qilmagani shirkat bilan qiladi. Bo'ldi. Uni masalani hal qildi, yechib berdi joyida. Shirkat ya действительно Taqir bilan Sebzor qilmadi. Bir necha marta men aytdim. Men keyin o'zim bilan ishim bilan olib borsam janjal, degan bo'lsa odamlarga tushuntiring pulligini. Yo'q, hamma joy bu shartnoma bosh vazir o'rinbosari G'aniyev Shuhrat Madaminovich shartnoma meni tuzib ber, pulini men beraman degan. To'g'ri, shunaqa aytgan, ha. Tekinga lekin tagida yozilmagan summa deb Sebzor bilan qaqir действительно vaziyatni buzyapti. Uni mana shu nimadan bir ko'rib chiqish kerak asallarda. Deputatlarimiz qaqirni ko'rmaysizlar. Men borib Qo'qonda hokim bo'lib, o'shani nimasiga tushuntiribman aynaqa. O tekinga u asfaltda uyib qo'ygan yo'q u. Qani so'jon? 46 ta tovush ovoz oldi. Agar nechta odam jo'natding Qo'qonda? Nechta mana o'tirib hali nima qilishdi? Hokimboy studentlar bilan. Hokimboy, Qaqir mahallasini o'zi 46 ta aksiyon ish ovoz oldi. 46 ta. U yerda yana bitir qiladi, uni ustidan yozadi, buni ustidan yozadi. O'shani ham yozganligini faktlar mana tasdiqlamaganligi bo'yicha javobgarlik masalasini hal qilasiz. U yozavergan, ikkitasi ham tasdiqlab yozavergan, o'qitashadi. Tasdiqlamagan nimalar bo'lsa bizga bersin, kimdan bo'lsa, ichki ishlardanmi yo'q, hokimiyatdan bersin, hozir beramiz hozir. U tuhmatlarga odam javob berishi kerak. Yo'q bo'lsa ishlasin. Ma'muriy bo'larki, demak, mana suvoqa bo'yicha mana sen panat hammaga tushunadi. Demak, bu bo'yicha ham qaror loyihasiga qo'shimcha hozirgi e'tirozlarni hammasini kiritamiz. Javobgarlik masalasi bo'yicha yana prokuraturaga nazoratga olish va nimani yozasiz. Prokuratura nazorat qiladi javobgarlik masalasi. Aybdor nima deydi? Qonun ustuvor jazo muqarrar qonun buzgan. Shuni ta'minlab berish hurmatli prokurorimizga yuklatiladi sessiyani qarori bilan. Demak, shu qaror loyihasini
Bazı deputatlarımız korkudan fazla polis soruyorlar. Rahmat. Karşılar. Bir tarafta yok. Rahmat. Keyingi mesele. Çözümlük konusu. Tuman mahalliy byudjetini mablag'larni jamoatchilik fikri asosida shakllantirish bo'yicha moliya bo'limi mulug'i Iskandarov Zayniddin Fayzovich beradi. Marhamat. Tap qo'ng'ilib mungu. Bemalol. Salom alaykum. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 1-aprelda byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha chora-tadbir to'g'risidagi 50/72 qarorga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllangan tashkilot tanlov bo'lish jarayonida 2022-yil 1-fevraldan 1-aprelgacha bo'lgan muddatda Moliya vazirining Open byudjet axborot portali o'tkazildi. Tumanda jamoatchilik asosida shakllangan tadbir molashtirish birinchi bosqich uchun jami 2,923 undan 2 million so'm oladi. Shundan 89 undan 4 million so'm mablag', 2021 ochiq byudjet jamg'armasidagi qoldiq mablag' 513 million so'm. 2022-yil boshiga shakllangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan 2320 undan 7 million so'm. 2022-yil byudjet parametrida tuman byudjetining tasdiqlangan umumiy xarajatning 5% kuzda turgan mablag' hisobidan ajratildi. Bu to'g'risida Open byudjet dasturi to'g'risida sizlar bilan ko'p muloqot qilganmiz 3 marta. O'shandan keyin mana Open byudjetni 2022-yil birinchi bosqichiga boshlab start berdi. O'shanda 2022-yil 1-fevraldan 22-yilda birinchi bosqichda bo'lgan muddatda o'zlarini qiynab kelayotgan ijtimoiy muammo bo'yicha takliflarni axborot portaliga joylashtirdi. Tuman fuqarolar tomonidan. Fuqarolar tomonidan jami tuman bo'yicha 104 ta loyiha 47 milliard 71 million so'm takliflar joylashtirildi. Ikkinchi bosqichi 2022-fevral 4-marta muddat jamoatchilik asosida shakllangan tanlov bo'lish tuzilgan ishchi komissiya tomonidan modernizatsiya jarayoni o'tkazildi. Modernizatsiya jarayonida 40 ta taklif rad etildi. Jumladan 14 ta taklifni amalga oshirish qiymati bazaviy sog'lash miqdori 4000 barobardan yuqoriligi, 12 tasi takrorlanganligi va 14 tasi tasdiqlangan nizom talabiga mos kelmagani sababli rad etildi. Modernizatsiya jarayonida natijasida 104 taklifdan 40 tasi rad etildi, 64 taklif ovoz berish jarayoniga o'tkazildi. Ovoz berish jarayonida 5-martdan 1-aprelgacha fuqarolar tomonidan majlisda o'tkazilgan 64 ta taklifdan ovoz berish jarayoni olib borildi. Ushbu bosqichda fuqarolar tomonidan jami tuman bo'yicha 12335 ta ovoz berildi. Ovoz berish jarayoni bosqichida 5 ta taklif g'olib deb topildi. Ular jumladan fuqaro Oktav Samarov tomonidan Chashma MFA 11-sonli maktabni mini stadion qurish uchun 380 millionga 2080 ta ovoz. Fuqaro Payrav Ahmedov tomonidan 400 million so'm mablag'ga Yangiariq MFAda joylashgan 2-sonli umumta'lim maktabini joriy ta'minlash taklifiga 1966 ta ovoz. Fuqaro Shohjon Hakimjonov tomonidan 960 million so'mga Sebzor MFA Tutliqator ko'chasining 1500 metr va Olmazor ko'chasining 1500 metr uchki ko'chani asfaltlash taklifiga 1771 ta ovoz. Fuqaro Fazliddinov Xidirali tomonidan 300 million so'm mablag'ga Lembur MFAda joylashgan 17-sonli maktabga ta'lim tashkili joriy ta'minlashga 1698 ta ovoz. Fuqaro Shohidiy Xidirali tomonidan 830 million so'mga Qaqir MFA Chinor ko'chasida 1450 metr qismini, Sebeda ko'chasining 1150 metr qismini asfaltlash taklifiga 1060 ta ovoz berildi. Ular o'sha yuqoridagi 5 ta taklif bo'yicha g'olib deb topildi. Birinchisi 11-maktab 380 millionga 2080 ta ovoz oldi. Ikkinchi 11-maktab Chashma MFA aholisi tomonidan ikkinchi marta o'tgan bitta loyiha o'tgan, bu yildan birinchi guruh Chashmaga madaniy sujda qanday tashkil qilishadi, madaniy sujda yutadi. Tumanda eng yuqori Chashma MFAda 2080 ta ovoz. Ikkinchi o'rinda ikkinchi sonli umumta'lim maktab Yangiariq MFAda joylashgan 400 million so'mga 1966 ta ovoz oldi. Ikkinchi maktabni joriy ta'minlash. Uchinchi o'rinda Sebzor MFA Tutliqator ko'chasi va Olmazor ko'chasi 1,5 kilometrdan 3000 kilometr.
Jami loyiha qiymati 960 million. 3000 metr. 2 kilometr. Bu hatto hali dasturlarda oldingi dasturlarda shuncha asfalt bo'lmagan o'sha Sebzor mahallasi. 1770 bitta ovoz oldi. 4-o'rinda Lember mefeda joylashgan 17-sonli maktabgacha ta'lim uni joriy ta'minlashga 300 million so'mga 1696 ta ovoz oldi. 5-o'rinda Qaqir mefe Chinor ko'chasi 1450 kilometr, Sebeda ko'chasi 1150 metr qismini asfaltlashtirishga 830 million mablag'ga 1060 ta ovoz berildi. Shu 5 ta ovoz g'olib deb topildi. Qaqirda vazir qiynaldi. Qaqir yutolmay qoldi. Yutmayapti, o'ynamayapti. Manga kelayapti. Nechta odam jo'natdi, mo'lab jo'natdi. Bizga kelayapti. Manga kelayapti. Qani. Oxiri mana gaylarga rahmat. Ichki ishlar to'xtatadi. Iltimos qiladi, bosib beradi pasport. To'g'ri, rahmat. Haqiqatda shunaqa bo'ldi. Institutga borib, bir komani yoshlar nimasini jo'natib, ittifoqini boshlig'ini. Ular bostirib turib 234 ta biz studentlar o'qirkan, men borib ertasi kuni borib uchrashib keldim bolalar. 234 ta o'qiyapti qani, oliy ma'lumotli bo'lyapti bolalar. Bitta institut. Endi xudo olsa nimaga boramiz? Farg'onada uchrashamiz. Hatto bundan ko'p 500 tadan oshib bo'lsa kerak. Shunaqa qilib yuribmiz, lekin u men deputat sifatida yetkazib qo'ying. U men nechta odamni jo'natgan bo'lsam, hammasi Sharqobod hashamatgan joyda bir deganda bir soat 1,5 soat ichida 122 ta ovoz berdi. Ma'lumot berdi qatl uchun. Desambirga iltimos qildik bayoniylarga. Biz ham bayoniylarga kirdik, mana u stroykaga kirdik. Biz ham ancha harakat qildik. Sizlarga rahmat. Shuncha yordam qilibsizlar. Ham bo'lmaydi. Shuncha ko'p narsa yutqizdi-da. 7 ta narsadan bitta yo'lni yutib qolasiz. 7 ta loyihasi bor. Loyihaga pul ajratilganda o'shuni yonib nima qilishdi uni yutqizdi. Ana Sebzor ularda mana chashmalarda ularda bu nom bittadan anaqa bo'g'ib yutgan. U 7 taga pul ajratilgandan bitta yo'lni o'shani ham to'polon bilan asfaltga tashladik biz. Qolganini qilmadik. To'g'ri aytyapsiz. Zaylidinga, mana shu rahbarlarga, hali birja rahbariga men xalqimiz nomidan rahmat aytaman. Mana bizga la'nat desa ham bozorga shuncha pulni bedor. To'g'ri. 7 ta 6 tasi suvga ketdi. Necha million? Bu bitta narsa shu, hamma shu loyiha bo'yicha tepadagi 4 ta loyiha bo'lsa, 5 ta loyiha bo'lsa, o'sha deputatlar, boshqa mahalla ahli hammasi faol bo'lib qatnashdi. Hatto Farg'ona davlat universiteti, Samarqand davlat universitetigacha ovoz berdi shu loyiha bo'yicha sudniga. Lekin agar 2000 dan ortiq ovoz olganimizda qasdagi 10 ta, 20 ta loyihamiz bo'lsa, kecha prezident qaror qildilar, o'shanga pul berdilar. Kuzda ham chiqdi. 2000 ta loyiha tepadagi loyihada 87 ta bo'ldi, 2000 ta tepa bo'lsa, ovoz olmagan, g'olib bo'lmagan bo'lsa ham shunga pul berdi. 84 ta loyiha shunaqa bo'lib ajratildi. Bu prezidentning qarori qo'shimcha buni bu puldan qo'shimcha pul beriladi. Bizga beramiz. Bizda o'sha bitta maktabimiz bor, u g'olib edi. 2080 olgan birinchi maktab. Bizda unaqa loyiha yo'q. Bizda hammasi loyiha. Bitta narsa shu Zangar mefeda bor. Deputatning o'zi qatnashdi. Shu Qaqirdan bitta pastda turibdi. 897 ta 900 ta ovozda bitta o'zi qatnashdi. Mana shu bozorda ham urdi. Bitta shu deputat qatnashdi. Lekin Qaqirda bitta pastda turibdi, lekin ovozi kam. Agar shu ovozi baland bo'lganda shunga ham olishga harakat qiladi. Lekin bu bizga bo'pti shuncha ular biz berardi, iltimos qilsak. Hozir endi qo'shimcha nima qilyapti? Agar iltimos qilishga so'raveramiz. Bular hokimiyat nimasida qabul qilsa mahalliy byudjetdan qo'shimcha mablag' ajratishga nima qilyapti? O'tgan yil Chashmaga 750 million berdi. Har do'st o'zini yordam beraman degan joylari bor. Yo'q, ular ovoz olishga targ'ibot qilib beraman. Bu yerda hech kim 500 ta, 500, 560 ta ovoz olyapti. Argus iltimos qildi. Lekin u studentlarda hammasini o'zi o'qilab bo'lishgan ekanda. Boshqa studentlarga bostiramiz, hammasi o'sha bittadan bosib olgan. Endi ovoz olish ham qiyin ekanda, bitta mana misol deputatlar tushunadi. Bittasi ovoz bersa, mana bu studentlar kod bersa, endi nima u tushunmayman, men qarz qilmaysanmi, unaqa deb odamlar nima qilyapti.
har kim ham rozilik berib biz anaqamizni mashinalar ham foydalanamiz. rosa ovoz olish bunda keyin o'zi xalq harakat qilsa yaxshi. Hop endi kelajak yana o'pin byudjet bormi? Ikkinchi 6 oylikda yana bor. 2000 ikkinchi yarim yillikda bor. Ikkinchi yarim yildan keyin bo'ladi. Ha, mana iyunda boshlaydi. Bunda ham 2 milliard 300 qancha pulimiz bor? 2 milliard 323 million. Qo'shimcha agar hozir biz qancha yutqizdik? 53 million pulimiz qolsa mablag'imiz unga qo'shiladi bor. Ikkinchi bosqichiga qo'shilib qoladi. 53 million. Shaharda bor. Qozonda borda. Bor. İkinci yarım yılda, birinci yarım yılda yapımında qo'shiladi. Bor, 50 million. Bakın Moğol'un bir savalı var. Bana yok, birlikte Utkay'ın ben nakladığım bu şey tushuntirdilar menga. Men o'sha qamoqdan nima qilaman ekan. Men tushunib borib xalqqa propaganda qildim. 24 maktabni atab bersa endi nochor ahvolda. Respublika ishlaydi bo'lmayotgan edi. Men direktorga aytdim, bu direktor bu nimasi bo'lgan qo'yman tushunmagan ekan. Kirgizdi. Aytdiki, domlo bizni kirdi dedi. Kirgan bo'lsa dedim, ben propagandani boshqarlar dedim. Barcha o'qituvchilarni yuqori ma'lum, pastki ma'lum hammasini tashladik. Yaqin 1,5 mingta odamni tayyorladik. Lekin oxiriga qarasa bizni chiqarib yubordi. Men tushunmadim, chiqardi. Bu maktablarda shunaqa deganda, familiya ezelden. Viloyat hokim topshirig'iga topayotgan-ku, ijtimoiy sohaga. Bular sifrani o'sha nizomida va oldingi safarlar nizomini tasdiqlagan deputatlar tomonidan bu yerda eng yuqori summa ba'zi so'racha 4,000 barobar degan. 4,000 barobar degani bu 1 milliardgacha degan. Bular litseyga maktabga kiritgan 2 milliardgacha. Bu yerda bitta o'sha tumaq balki o'sha nizomida yana bir marta o'qib beraman. Mana sizga tumanni ishchi yo'qsa kelib chiqib berdi. Shuningdek aholiga tushayotgan murojaat berdi. Jamoaviy muammolarni hal etishga qaratilgan xiyobonlar, bolalar bog'chasi barpo etish, ichki uylar va ijtimoiy soha obyektlarini ta'mirlash, ekologiyani yaxshilash, ichimlik va oqova suvni ta'minlash, ko'cha chiroqni o'rnatish degan shu narsalarni kirgizamiz. Bu yerda aql bilan Bizlardan bilan tavba yaptılar. Hani aytayapti, ikkita maktab tushibdi. Bittasi jo'ra remont qilaman deyapti. Bittasiga stadion quraman deyapti. Nima yig'ilib maktab o'sha stadion bilan o'sha ataplenni joriy remont bo'lishi, remont qilinishi uchun chiqib tashladi deb savol beraman sizga. Shu. Umuman direktor bilan gaplashsam 500 million nimagan qo'yilib bor ekan, men kirgizdim. Toshkentdan menda xizmat dedi, javob berdi dedi. Men bayvet bo'lib, endi odamlarni ko'chada hamma yoq propaganda qildik. Yuqori hamma tur tereni bilasiz, turda quyi boshqa ko'chaga borib naqmasdik-ku. Просто men anga alam qilayotganiki, bir joy borki, bizni hisobga bordi. 700 ta 800 ta odam ovoz berdi. Bizga propaganda shu bo'ldi xalqqa bozor uchun dedi. Bu yo'q, propaganda bo'ldi. Bozor uchun dedi-ku, odamlar vaqtlatib haydadi. Lekin men buni bog'chasini remont qilish ekan u. Propaganda to'g'ri qildi. Endi odamlar aldadi, men mana nima qilyapman-ku. Просто odamlar bozor qiladi ekan deb ko'chada ko'planib turibdi. Siz kamonlagan bir haftaga olib ketdingiz. Mana kamonlarga bilan ishlagan, mana kamonlarga tushunaman просто. Buni bilishga, buni baribir hidri kodlarini. Ular hidri kod qildi, men gazni yutdimi? Haydab yutdi aka. Yo'q, o'ylash kerak. Hokim bu bularni nimalarga hech qanaqa bo'lmagan. Bularni loyihasi turibdi, mana 24-o'rta men istichini 150 million turibdi. Bir dona ham ovoz olmagan. Baba qara, menga bu. Maktab direktori aytmaganda aytgan yo'q bizda. Men bir yarim yilda men tanladim. Bulardan aldapti. Bizda aldagan yo'q. Sizda aldayda, maktabni direktori bor-ku. Nima direktor aytdi, menga aytdiki, bizni chiqarib yuboribdi dedi. Yo'q, prosta demirga ovoz berganda bular ham 3 ta maktab bitta ovoz bergan. Demak, mana keyingi nimalarda Siz aldanmas uchun. Mana aldanmasdi. Direktor aytgan so'zni men nima qilib, sirayga o'sha aytib odamlarga, shu lemberni remont qilib olayotgan. Bu bir xotin dedim, shu lemberga qoladi dedim. Mayli o'zim ham bizim Open byudjetda faol qatnashganlarni rag'batlantirish uchun qarshi emasmi? Bo'ldi.
Roziman Gaydiga rahmat, mana shu yotgan yo'q, prosta.